Selamünaleyküm. Hürmetli qarindoshlar, hozir Angliyani London shahrida o'tayotgan Jennifer Thatcher bilan qizil shartnomaga qarshi bo'ldi. Hozir musobaqa boshlanish oldida Nazimat Sharqi Turkiston davlat marshidan bayroq chiqarish murosimi tugadi. Ma ovozda kelyaptimdi, kelmayaptimdi. Aleykümselam. Biz napaqamdoq. Kimdiniz? Keldiniz, kelmadingizmi? Ben ne yapmam? Tamam xeyimiz o kadar aldıraşı kettim ağzı bir kaldı. Siz nimadan qilmoqsiz? Siz bir kirsangiz, men WhatsAppda sizga aytaylik. Kontrol o'zini ichib, ovoz qo'yishni ashdan qolsan sen so'zimiz bo'ldi-ku. Bir sinab boqaylik avval. Qanchada ya'ni hozir men aytdim. Bir marta ishlatma. Naqmaydan qilyapti ana. Bo'ldi. Ana gap qoldi, qanday qo'yasiz? Bo'ldi.
will be facing you. Yeah. And I'll be just like that. That's fine. But it's just so you know not to pack everything away when the full-time whistle goes. Just it'll be about 5-10 minutes with the trophy, and then yeah. Okay. Tabii yok işler biz böyle vatandaş üç kaldı insan 13 saat fazla aşağı vatandaş yaşıyor. Ya qarindoshlarma qira'atini qarashib ochiq ko'rinyapti, qanday bo'ldi ekranda bir azroq nimalar bormi? Texnik masalalar desanglar. Voy. Endi matton sinab boqar ekan. Ovoz yetyaptimi hozir? Naq maydon ovoz chiqatam chiqmatamda. Yo'q, maydonning ovozi anglanmadi menga. Unda ikkimiz yaqib boqib bizning gapimiz anglayotganmidi? Men ekrandagilar bir anglagan bo'lsa, angladik deb aytgan bo'lsa, yeningizni bir do'stim so'rab taqan anglatman ikkimizning gapini. Ikkimizning gapini Ekran chiqatam chiqatmamda. Ekran mana kirganlar bormi yo'qmi? Ya mana kirganlar bor. Hozir endi shu bizning gap qilayotgan gapimiz shu ekranni ko'rayotganlarda ovozni anglamaganmidi? Ko'rayotganlardan biroz ovozimiz anglayotamiz. Hozir ma qarindishimiz Abobekri bu futbolchi. Nihoyat yaxshi futbol o'ynagan bola, futbolni nihoyat yaxshi biladi. Uzun yillik futbolchi bo'lg'achqa biz naq maydonni mush bola uyg'urcha deb birdicha so'zlab shung'ashqa mana bir sinab boqib qo'yapti. Bizning ovozni anglayotamiz, anglagan bo'lsanglar, Abobek qarindishimiz boshlaydi hozir. Keldi, ovoz keldi deydi, hamda siz bir gapib baqash musobaqani hozir naq maydonlarni sukrayapsiz hozir, Assalomu alaykum qarindoshlar. Bugun Sharq Turkiston davlat komandamiz bilan Pamil e'lom deydigan millatniki davlat komandasi Konifa Osiyo lo'nqisiniki hal qilg'ish musobaqasini o'ynaydi. Gapimni anglayotganmidi? Hozir musobaqadan burunqi badan qizitish ishlarini qilib boryapti. Ovoz chiqibdi. Men hozir ayrim uy kirib anglab baqdim-chu, sizga ovoz chiqibdi, ekranda qatnashib anglayapti. Hozir siz so'zlayveramiz, nimani tushuntiramiz. Hozir yo'q ekran qilyapti hamsa, siz so'zlayvering, Ammo hozir bizning mayli musobaqadan burunqi badan qizitish tayyorlik mashqlarini qilyapti. Bularniki birinchi, ikkinchi kundagi musobaqalarning natijasi maydonga ayon. Bular 2027-yili o'tkaziladigan Konifaninki dunyo lo'nqisiga qatnashish salohiyatiga erishib bo'ldi. Muhim vazifadan birini o'rindadi demak. Endi bugun yana bir vazifa bor. Qila olsa xo'sh bo'lamiz, agarda o'rindamay qolsa-mu hech qanday chatoq yo'q. U nima desam, shu bu qatimliq Konifa Osiyo lo'nqisiniki hal qilg'ish musobaqasini o'ynab, qarshi taraf raqibimiz Pamil e'lom komandasini yangsa, bu qatim Konifa Osiyo lo'nqisining chempioni bo'ldi. Buning hamda o'tgangi musobaqadagi tajriba savoqlarni
obda yakunlab topchilarning o'rinlashtirishni yaxshi qilib azroq diqqat qilib o'ynasa bu qatim musobaqada bugungi musobaqada yanglish ehtimoli bizning mayirlarning amaliy kuchi har qaysi jihatlardan mening ko'zim yetidi. Bugun bizning komandamiz Ababek yengdi deb o'ylayman. o'g'il hozirgi bugungi Ababek anlatamiz ki birini avazini. Aldım. Bugun hamda Sharq Turkiston Ulusal komandasi birinchi kuni tushgan shu Sri Lanka Tamil komandasidan qayta tushganda bo'lar hamda bugun birinchi talash uchun. Shundoq. Bu qatimki musobaqaga qatnashgan 3 davlat bor ekan. 3 davlatning birisi shu Tamil elam, birisi Tibet, yana birisi biz Sharq Turkiston. Bu 3 davlatniki musobaqa o'rinlashtirishi o'zaro bir qatim o'ynab bo'lgandan keyin natijasi yaxshi bo'lgan, ya'ni birinchi, ikkinchisini qayta hal qilg'ish musobaqa o'ynatish orqali chempion chiqarish. Demak, biz bir qatimlik g'alabamiz bilan Tamilniki 2 qatimlik g'alabasi bilan birinchi, ikkinchi o'rinni egallab, hozir mush hal qilg'ish salohiyatiga erishdi hisobda. Bugun mush 2 komanda qayta o'ynash orqali bu qatimki musobaqaning chempioni barliq keldi. Yaxshi. Xo'sh aka. Tunugunning yog'i biz naq maydon taqatgan bo'lgandan keyin nurg'un qarindoshlar shu Korifaniki nimasiga qismlab kirib ko'rmaganlar birinchi kuni ko'rmabdi-da. Bizning taqatimiz ko'rgandan yog'idan orqachadan nurg'un qarindoshlarni uchrab qildi. O'zining xo'shal bo'lganligini Sharq Turkiston Ulusal komandasiniki 2027-yilda Konifa dunyo lo'nqisini talashish futbol musobaqasiga tanlanganligini ko'rib hayajonlanganligini, xo'sh bo'lganligini dedi. Hatta o'zining bergan bu qadam yordamga iyoni puldan shunda qo'shib ketganligini uchun 2027-yilda musobaqa qilsa biz ham davomli yordam qilamiz. Qarindoshimizga madad beramiz. Biz aşağı baralgan bo'lsak, tek yaxshi bo'ladi. Baranmagan bo'lgandan keyin iqtisodiy jihatdan yordam qildi. Ma'naviy jihatimiz davomli qo'llaymiz. 2000 qadamdan safarbar qilib, biz naq maydonga berib ko'rdiganga, bu iqtisodiy jihatdan yordam qildiganga kuch chiqaramiz deb haqmat xo'sh bo'lganligini aytdi. Bugun buni iqtisodiy qarindoshlarga yetkazib qo'yishni loyiq ko'rdim. Shundaqla Sharq Turkiston Ulusal komandasiniki treneri Elishot Islomova bu xabarni yetkazib qo'ydim. Xo'sh, amsa Ababek sizdan hozir bu munosabat bilan Mayli Sharq Turkiston Ulusal komandasiniki kapitani mashqovuli treneri Elshot nomidan yoki qatnashgan musobaqa qatnashgan mayirlar nomidan shu ishimizni qo'llab-quvvatlab yordamda bo'lgan hamma qarindoshlarga ko'pdan ko'p rahmat. Alloh mollaringlarga barakat bersin. Bu ishlar sizlarning qo'llashlaringlar, yordamlaringlar bilan shunday chiroyli ro'yobga chiqib, suyundirgidek natijaga erishib, hammanglarni hayajon soldi. Ko'rib turyapmiz buni. Bergan pullaringlardan rozi bo'lgan bo'lsanglar, nihoyat xush bo'ldik. Endi men buni o'zim xush bo'ldik deyishimda bu komandani o'zimning komandasi deb sanaganligim uchun mush komandaning bir a'zosidek his qilib, shundaq men mushu bir hayajon bilan davatman. Albatta bu hammanglarning komandasi. Bizning bu komanda hozirgi muhim vazifani o'rindadi bayamdiginimdek 2027-yili dunyo lo'nqisi ham qayerda o'tkazildi o'ynoq emas, uning qatnashgan davlatlarmi oldimizda kunlarda aniq bo'ldi. Albatta uning saviyasi, qatnashgan komandalarning soni, har qaysi jihatlardagi o'rinlashtirishlar bu qatimqidan taxim yuqori, taxim saviyalik, taxim deymiz, eng yaxshi holatda bo'ldi. Bu qatimqisi bizning tunji qatim qatnashganligimiz uchun ba'zi bir sababliklar bo'ldi. Muhim ishlardan birisi iqtisodimiz yetishmaganligi uchun topchilarning bir yerga yig'ilib moslashish, undan boshqa bir yaxshi bir mashq qilish fursatlari kam bo'lib qolganligi uchun ba'zi bir egizpasliklar bo'ldi. Tunji kundagi mag'lubiyatmi biroz moslasholmaslikdan ham tasaddubi o'ylamagan yerdan bir to'p yeb ketish bilan keyinda qolgan bo'ldik. Lekin bolalarning tirishishi bilan natijani farqni kichiklatdik, lekin g'alabani qo'lga keltira olmay qoldik. Bundan keyingi fursatlarda bu bolalarning hamda bir yerga yig'ilib mashq qiladigan fursatlari taxim jiqlasa, albatta bundan yaxshi natijalarda, hatto mush dunyo lo'nqisi qatnashib qolsa-mu shu Konifaniki. Endi hozircha bizning Konifa dunyo lo'nqisi hamda rasmiy FIFAning dunyo lo'nqisiga hozircha bizga imkoniyat yo'q.
Şoma Konifanın dünya lonqisi desem, yana bir dünya lonqisiyle aralashib qolmasin, shu aniq bo'lib qolsin. Shu Konifa dünya lonqisidimi yaxshi natijaga erishib, hammalarning umidini oqlaydiganga ko'zim yetdi bu bolalarniki. Hazır musabaqa başlandı mı? Az kaldı ya. Ya musobaqa boshlanmadi, tayyorliklarni qilyapti-da. Maydonga chiqadigan tizimlik 11 bolalar ular mashqni maydon qizishlarni qilyapti-da. Zapas a'zolarni o'ziga loyiq ishlarni qilib tayyorlikni qilyapti-da. Ammo shu fursatda endi ma'lumot bizning bu davlat komandasining a'zolari qanday tanlandi, nerdan tanlandi degan to'g'risida qisqacha bir ma'lumot berib qo'ysam qanday bo'lar? Yaxshi, birin. Gapirib Ha. tushuncha beramiz. Yaxshi. Endi bu bizniki ETFA deydi, Sharq Turkiston futbolchilar birlashmasi ya futbol federatsiyasi degani 2019-yili qurilgan. Undan keyin bir davlat komandasi a'zolari tashkillanib, do'stlik musobaqalari degandek musobaqalarni davlat komandasi nomida o'ynaldi. Bu qitimqi mush komandaning nimasi kelsak, bu komandadagi a'zolar asosan mush Yevropadan tanlandi. Chunki musobaqa Londonda bo'lganligi uchun Yevropadan tanlanmasa, masalan Turkiyadami tanlanliq bek yaramliq bolalar bor. Lekin ularni bu musobaqaga akilish uchun viza ishlari biroz qiyinchilik keltirganligi uchun boshqa davlatlardan, hatto Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkiya yoki boshqa har qanday bir davlatlardan ham viza olish ehtimolimiz bek kichik bo'lganligi uchun iyalardan tanlanmay qoldi. Bu bolalar hamda Belgiya, Germaniya, Gollandiya, Norvegiya, Shvetsiya qatorliq 5 davlatdan tanlangan bolalar. Buni tanlashdimi anda Tunis bilish yoki AU deblar madalam qarshi tanlab qo'ygan ish yo'q. Hammalarning xabari bor balkim 2 yilda bir qatim o'tkaziladigan erkinlik lonqisi deydigan bir musobaqamiz bor. Mush Yevropadagi komandalar qatnashadigan nihoyat hayajonliq, chiroyli bir musobaqa. Shu musobaqa o'tgan yili Belgiyada o'tkazilgan. 2024-yili Belgiyada o'tkazilgan. 6 komanda qatnashgan. Bu bizning bu tanlangan 18-20 mayir shu 6 komandaning ichidagi musobaqalashgan jarayonda yaxshi o'ynaydigan bolalardan tanlangan bolalar, ba'zi tanlangan bolalarningki ma'lum bir ish chiqilishi sababidan, ba'zilarining viza chiqmaslik sababidan vatandoshlik bo'lmaganligi uchun viza olishim biroz ish bo'ldi ekan-ku. Shu sabablardan tanlangan bolalarda biroz o'zgarish bo'lib qoldi. Kelishga tegishli bolalardan ba'zilar kelolmay qoldi viza sababli. Shunday qilib gapning xulosasi bu bolalar mudalam tanlanib qolgan bolalar emas, bir qatimliq musobaqadan keyin yaxshi o'ynaydigan bolalardan xillanib, tanlanib, bir necha odamlarningki birlik kelishi bilan bo'lgan ishlar bu. Bu komandamiz hozir shu 17-18 adam bo'lgan o'xshaydi ahvoldan qaraganda. Ovozda yaxshi kelayotgan o'xshaydi. Men dastim qilib baxtim. Davomli yana tushundiraverem. Orliqdan qisqacha shu Konifa haqida bir tushuncha berib qo'yay. Tunugim Elshad Islom, ya'ni Sharq Turkiston ulusal komandasiniki treneri naq maydonda ziyoratimizni qabul qilib dedi. Tungi musobaqada Tibetlarni oltida 4 natija bilan tutib bizniki 2027-yili Osiyo Konifa 2025-yil Osiyo Konifa futbol komandasi Osiyo nimasidan tanlanib, endi 2027-yil Dunyo Konifa futbol musobaqasi lavaz talish musobaqasi tanlanganligini jakolida degan endi Osiyo futbol Konifa futbol musobaqasiga chempion talashyapti. Hem 2027-yil endi dunyoning har qaysi joylaridagi ham Konifaga oid bir futbol komandalari bir yerga yig'ilib ham top o'ynaydi ekan. Ben to'g'ri tekshirib baxtim, qasam Afrika komandasi bor ekan, Yevropa komandalari bor ekan, ashlardan tanlanganlar endi 2 yildan keyin top tepadi ekan. Bu Konifa degani endi Abdullatovni aynan Abubakirning qarashimiz deb ketdi.
Hem de her yılnısı her 4 yılda koy dünya futbol müsabakası var. Hem dünya futbol müsabakası mana farkı dünya futbol müsabakası devleti bağlanınki müsabakası. Ma Konifanınki hem de bu devleti yok. Biz okşaş mustamlik küçük kavgatkan. Manda devletlerinki müsabakası kendi. Xuddi Birleşken Devletler Teşkilatı'da devleti bağlanınki nimsi var. Hakan vakalasız devletler teşkilatı ayrım bir nim var. Teşkilat onunla devleti mustamlik küçük kalgan. Devleti yokla. Ayrım bir teşkilat kurgan şey. Konifan özel ayrım bir futbol nimsi qatnaşıp dünya futbol müsabakası qatnaşamagan mustamlik asli milletlerine devletlerini bir araq ekilip qalayotgan bir musobaqa ekan bu. Mening bildig'im shunda araq. Xo'sh, abla davomliq mana Ababek salomliq tushuntiraveraman. Shundoq hamda bu Konifa degani g'ayriy rasmiy tashkilot hamda bu. FIFA degan Dünya Futbolchilar Birlashmasi u hamda shu 200 ga yaqin davlat va rayonlarninki birlashmasidan tashkil topgan ularninki cho'ng bir tashkilot hamda. Ammo Konifa degani o FIFAga a'zo bo'lmagan bizga o'xshash, Tibetga o'xshash yoki bayam Abdug'ani degandek shundoq vatani yo'q ba'zi millatlarninki a'zo bo'lib o'ynaydigan bir sahnasi hamda bu sahnamiz nuqul futbollar emas tunugundan 16 kundagi musobaqalarda qarindoshlar ko'rdi diqqat qildi bir futboldan boshqami dunyoga uchurlarni yetkazyotidu bizning bu qarindoshlarimiz bayroqlarimiz bilan davlat she'rlarimiz bilan anandan keyin muxbirlarning ziyoratida Mana mush gollangan Ababek hozir naq maydonda o'ynayotdi. Siz kirsangiz, sizning qilsak, siz mashada so'zlab qilsangiz bo'ldimi? Demek bu ballarninki o'ynayotgani bayon deganimdek bir nuqul futbollar emas. Xalqaraga bizning o'zimizningki ahvollarimizni bildiryotdi, tunutyotdi. Deganman shu sal kechib qolibdik. Sharq Turkiston davlat marshini qo'yib, Sharq Turkiston davlat bayrog'ini chiqargan ko'rish navbat hayajon bilan yerimida yaga ulguralabdik. Lekin shundoq bir hayajonlandik. Alloh xolis bizning davlatimiz mustaqil bo'lib qolsa, Sharq Turkiston davlat komandasi dunyo futbol musobaqalarida qatnashib, dunyo futbol musobaqasida yaxshi natijalarni qo'lga keltirib, dunyo ilg'or millatlar qatoridan bir o'rin olib, Uyg'ur millatining ruhini qayta bir namoyon qilgan bir kunlar keladi oldimizda. Ilgan kirdingizmi, Ilchi? Beş yerim Gollandiya vaqti 6 yerimda. Hozir ava Ilchimichi var. İlk Germaniya shu naq maydondagi. O bo'lma hozir kirdi, uni avat qildim. Bo'lma so'zlab ozroq tushundiysam, bo'lmasa sizni tushuntirib qo'ysangiz qulaylik bo'lib qolsa. Ashla yaxshi ovoz obdan chiqib ketibdi-ku, nimani? Ammo ayrim anglab qo'ydim. Sashi hozir naq maydonda ko'rganlaringizni Uyg'ur so'zlab beraveram. Bu bir yaxshi ekanda inglizcha anglab jiqadan tushunmagandan Uyg'urcha o'zaro so'zlab paranglasak, texnik yaxshi-da ma'na. Hamda bu so'zlashma naytibek cho'ng kuch talab qiladigan, qobiliyat talab qiladigan narsa, uni ko'riblam so'zlashma oson emas, uni tilda ifodalashim tas. Ammo kuchimning yetishicha bir amalni qilib boqaman. Uning ustiga ma'lumlik naq maydondan taqat qilganlarning ko'rinish nimasi biroz g'uva bo'lganligi uchun kim to'p oldi, qancha nomerlik a'zo degandek ba'zi bir masalalarda dal to'g'ri vaqtida bo'lmay qilish mumkin. Ammo har holda hamda bilginimcha biroz amal qilib boqaman. Inshaalloh qarindoshlar foydalanib qolsa ajab emas. Meni ekranim chiqyapti-da, chiqmatamda. Chiqdi. Aşağıdaki ahvollarni bir so'zlab tushuntiramsiz siz? Men Ovozingiz keldi. hozir meni ko'ryapsizlar, Uyg'urlarimiz bir şey keldi, bir şey yig'ildi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi kundan tiqichiq Uyg'urlarimiz kelibdi meni. En oxirgi to'pni ko'raman deb.
Hemsine Allah razı olsun. Neye de Lonka'nı köstüp koyay. Lonka. Mene Lonka. Lonka'nı buna yakın ekiley. He. Mene Konipa Asya'da mene Lonkası. Hava yaxşı aptap. Mene ballarımız hemmisi teyya bolup çıkımanın aldıda duruvatıdı. Hazır Uygur balı çıkam hem de Şarkı Türkistan. Uygur balla hemmisi çıkıdı. Evet. Ayağı canlı. Bizim kapitanımız mene Satukcan. Bizim Varta. Furkan. Mene defans oynaydan Halit. Mene Abdülaziz. Assalamu alaikum. Abdüşkür. Komandasının Musa. hizmetleri tutulayım. İzzat. Ahmet. Ali. Töt, üç, töt. Ilgar. Farmin. Yani bugün mu oktaş? Ürümçi. Töt, ikinci gün töt, üç yaş oldu ki. Bugün kandakta. Elşat İslam bir iki kız gap kılayotgan bolsa hazır ötep ketdi o ekrandan. O Esat biraz Bo'ladi. Onun vakti yok hazır şu. Hazır aldıraç bo'lgani için onun hazır gap qilganiga qo'l yetmaydi. Aşağıdaki Nahmedan'ı kıravatkan Uygur kırındaşlarımızı bir nim kılana sözlep bersin. Mavi chiqadiganlarni ko'ramsizlar, ko'ramsizlar. Yaz muştuk göstereyim mani yaxshi bo'libdi. Muştuk ko'raylik hozir. Chiqayotganda avval bir chiqib olsin ular. Chiqayotgandan keyin maydonga chiqqandan keyin endi keyin o'shadagi ko'rmachilarga bilib, ular bilan suhbat qilaylik. Bo'ldi. Aysal yaqinroq bag'il bular bolalarga. Bolalarga yaqinroq borsak bu yerda endi pek qisıl bo'lib ketdi. Bo'ldi. Uchiq chiqdi. Ha. Biz saqlayapmiz. Final bugün en oxirgi topimiz. Just waiting for the officials to bring the teams out now. Jesus tag team and filmed as well. Son kız kulak var ama. Yerdə valla teyarlıq qılıb yanımızdaydı. Konuşan çatma yok şeyde. Bak. Abi tamamlan diyende. Bular sahip. Degan bo'lsanglar deydi. Nahmedan taqit shu son nimada bular sahip. Bular 2026 planiya deganda. İlkin aşı lonkını bir kösetken olsa deydi-chi, lonqı va yeydi baramsiz. Two teams. Kılıvatlı degan qarindoshlar to'g'ri tushunda aşı Sonixonning kimligini qabatganligini bildirsa ham qabatgan ekan. Aşında qo'pqon ekanki, buni hozir qo'rqinib shunga tushishga qo'rqadim bo'lmasman. Qachon yana sizlarga qo'shib bordi. Bu qo'rmonda sizin uchun misal olib turgan yaqinroqdan turib tushdi. Bilmaslik uchun texnik bilmaslik uchun buni hem ezberlerimiz mana meydanga kirib hozir Sri Lankalıklar Abdug'ani ben bir şey bir gap qistirib qo'yay. Xo'sh. Bu qatimqi shu Konifa Osiyo futbol lonkisi sahibxoni Tamil E'lom komandasi.
Bular sahipxonlikni ustiga oldi. Demak, agarda FIFA'ni olgan bo'lsa, Sri Lankada yoki o'zining davlati o'tkazdi emasmi sahipxon degan? Bu davlati bo'lmaganligi uchun Londonni tanlagan gap bu qatim. Balkim shu ta'milniki komanda a'zolari yoki ularniki shu futbolchilar birlashmasi Londonda bo'lishi mumkin. Har sabab bilan bu qatimqi musobaqaning sahipxonligini ta'mil e'lom komandasi olganligi uchun bularniki o'rinlashtirish, video naq maydon taqitish, anandan keyin ochilish, yopilish marosimlari degandek ishlarning hammani shu ta'mil e'lom komandasi ustiga olib qildi bu ishlarni. Bular sahipxon, ya'ni bu qatimqi musobaqaning sahipxoni ta'mil e'lom. Mana shuni qistirib qo'yay. Rahmat. Yodgorlik shuni bizdan biz Sri Lanka bayroqi, Sri Lanka xizmatlari Ta'mil. Tibetli oyunu. Yolu südek aktı bizim kanimiz. Sen için fidâ canımız. Belgiya bilan Shvetsiyadan kelgan bolalarda. chiqadan kapta Uyg'urlardimi? Mehmet'e kelgen Uygurlarımızın bir ilerine fikirlerin nedir kakay? Nimi oynayışlar, anda ihtiyaç bir şeyde kuruatçılar, yemi takluatçılar. Neydi sizden? Neydi sizden? Tamam sizden. Avazı. Ben hayatımdaki en hayacanlı bir vaktiyle geçiriyorum ben. Bu benim bilişimde Şarkı Türkistan namıdın halkaramda çeterlik önemeler bilen tuncu katım katışkan mühim bir musabık oldu. İnşallah neticesi yaxşı bolar degan ümitimiz. İnşallah. Rahmet sizce. Seeing photos. He said somewhere in Hem de top başlangıç aldı da Ebu Bekir'e bireye Ebu Bekir yapıldı hazır. Mağazada giyimlerimiz yeni giyimlerimiz.
Musobaqa boshlanishga oz qoldi. Ammo ular ko'rgandek qaranglar mana. Atlikka Urumchi qirg'inchiligining 16 yilligi. Mush azmatlar mush musobaqaning birinchi kundan tortib mana bugungichilik Urumchi qirg'inchiligini bildirgan Xitoyning zolimligini, Xitoyning zulmini anlatadigan plakani ko'tarib maydonga kiryotdi. Har kundagi musobaqalarga o'xshash. Bir normalda muajiratda namoyish qilish uchun ma'lum bir maydon, ma'lum bir yani izlab tepib, ruxsat olib, adam to'plab namoyish qilatdik. Bu qatimqi bu musobaqamiz mushning udul keldi. Demak ki bu bayam deganimdek bu topchilarninki nuqul toplam o'ynash emas. Hem bu qatimqi shu xalqaroliq sahnada hamda kichik usumi bu xalqaroliq sahna albatta. Nurg'un tomoshabin, nurg'un odamlar, insonlarning oldida top o'ynashdan boshqa Xitoyninki zulmini, Urumchi qirg'inchiligini, Uyg'urlarninki ahvollarini xalqaroga anlatadigan yaxshi bir fursat deb bilib, fursatni qo'ldan bermay dunyoga ko'rsatdi bu o'zimizningki ahvolni. Musobaqa boshlanishga oz qoldi mana. Maydon tanlab bo'ldi. Mayirlar hozir o'rinlarni egallab turyapti. Avvalgi bugungi tizimlik kim maydonga degandek narsalar men kelmaganligi uchun hozir taxminan hamda to'pqa maydonga chiqqan mayirlarning ismini deb bo'lamadim. Bugungi sap shakldan qaraganda 4 mudofaa, 4 o'ttir maydon, 3 o'ttir maydon. 3 hujumchi shaklini qo'llangan o'xshaydi. Birinchi kunda 4 mudofaa, 4 o'ttir maydon, 2 hujumchi qo'llangan. İkinci gündeki müsabakada 4 mudofaa, 3 o'ttir maydon, 3 hujum shakli qo'llangan. Bugunkisi bu ikinci gündeki o'xshash o'ynaydigan o'xshaydi. 3 hujumchi, 3 o'ttir maydon qilib. Musobaqa boshlandi buni. Good early tackle down the left-hand side is Abdurin, and the flag is gone up for offside. Samuel Elam, the holders then with possession at the back with Nurban. Impressive in Bu musobaqaniki tushuntirgach ba'zi bir degidek gaplar ustida o'tiray. Bu futbol turi, futbol tarbiyasi dunyodagi eng olqishga erishgan tomoshabin o'ynaydigan odamning soni eng ko'p bo'lgan, ya'ni dunyodagi eng olqishliq bir tantarbiya turi bu. Yani tantarbiya shoyi deb atildi bu hamda tantarbiyaning ichida. Buniki o'ynaydigan odamlarimiz yo'q, ko'radiganlarimiz yo'q. Buning iqtisodiy unumi, hamma jihatdagi ishlari eng oldingi qatorda. Hamda bu futbol nurg'un insonlarning suyib o'ynaydigan, yaxshi ko'radigan bir turi hamda. Bizga bu futbol turi xil baldirlik kirgan. Bizning Uyg'urlarga bu futbol ta'sir qilgan balkim 100 yildan oshdi. U vaqtlarda va kasbiy yoki bunday rasmiy shaklda o'ynalmagan bo'lsa-mu, ammo bizning millat suyib o'ynagan, yaxshi ko'rib o'ynagan tantarbiya turining biri bu. Xitoyningki bosirish, yaklash, cheklash siyosatlari tufaylidan ko'z ko'ringan mayirlarimiz danglik klublarga berib o'ynaydigan fursatlarga erishamagan, danglik cho'lpon bo'lmagan bo'lsa-mu, ammo hozirgachilik shu futbolni suyib yaxshi o'ynab kelyapti. Vatanda Xitoyning klublarida top o'ynaydigan bir turkum insonlar, bir turkum topchilar bor. Ularmi hammalarning xabar bo'lgandek jiq cheklandi, yaklandi, fursatlar oz keldi. Ammo chet eldagi
muaciratda hamda ikkinchi avlod qarindoshlarning ichida biroq bu ishga ahamiyat berib, bu ishninki muhimligini bilib, bolalarni bu ishda tarbiyalayotgan nurg'un qarindoshlarimiz bor endi. Bizningki hozircha endi bu qarindoshlarning ichida kasbiy saviyasiga ko'tarilmagan bo'lsa-mu, qiziqishlar xili bo'lib, yerim kasbiy yoki ishdan sirtqi klublarda top o'ynayotgan inlari, bolalari degandek shularni tarbiyalayotgan mushishqa bolalarni atagan ota-onalar, oilalardan oz emas. Endi alohida tilga ilishga tegishlik bir cho'lpini bor. Bu yerda men uni qistirib qo'yay. Turkiyaningki Fenerbahçe klubuniki 19 yoshliklar klubida nima desa, altyapısı deb qo'ydi. Aşağıda mashq qilayotgan, o'ynayotgan Abdushukur deydigan qarindishimiz. Uninki endi mishalar kelib o'ynash fursati bordi, ammo uninki kasbiy yo'llarininki ravon bo'lishi ba'zi bir sabablar tufaylidan bu yerga kelishga hozircha imkon bo'lmay qoldi. İnşallah aldığımız kunlarda bu rasmiy bir kasbiy futbolchilik to'xtamini imzolab bo'lgandan keyin uning mangdigan qadamlari, musofirlari jiq. Allah yo'lini ochiq qilsin. Uningdan boshqa shundoq orzularga yetish uchun tirishayotgan nurg'un Allohga ben tunuydigan ularning Allah yo'lini ochiq qilsin. Nishonlarga eng tez vaqtda yetishishni nasib qilsin. Ama hozir maydon qaytib kelsak, bizning hozir to'pchilar o'tganki maydondagi tajribalarni biroq yakunlab tamkinlik bilan oldirmay o'ynayotdi. Biroz qalayimqonchilik bor, lekin o'tganga qaraganda jiq yaxshi. Buning bir necha sabablari bor, hammalar bilamiz. Bir yerga yig'ilib maslashanmaslik, mashqni maslash mashq bo'lsin, qanday bo'lsin, bir qildigan fursat oz bo'lib qolganligi uchun bu Allohda hamda uning ustiga bayon deganimdek bolalar 4-5 davlatdan kelgan bolalar bo'lganligi uchun bu top deganda 11 odam o'ynaydi. 11 odamdanki o'xshash bir odam o'ynagandek moslashishiga biroz jarayon ketadi. U jarayonni biz moslash mashqlarini qilib olmaganligimiz yoki oz bo'lib qolganligi uchun biroz kamchilik, egizpasliklar bo'lyotdi. Lekin hozircha yaxshi vaziyat obdan ketib bordi. Abu Bekir yaxshi so'zlar nutq berdingiz. Tushuntirib, Turkiya klubi to'plagan Uyg'ur qarindishimizning ma'lum 2027 vaqt bo'lgan dunyoning har qaysi yerida top tepayotgan, damah to'playotgan Uyg'urlarni bir yerga yig'ib 2027 musobaqa bir tayyorlash bor degan gapda ham shunaqa bo'lgan. Shundoq, hamda bu gapingizga javob bersam, 2027-yili dunyo loyiqasi nada o'tkazildigani aniq emas. Agar u aniq bo'lib qolsa, viza masalasi oson bo'lamdi yo shundoq Yevropa taraflarda o'tkazib qolsa, uni ancha qulaylik bo'lmay qolamdi, uni uqmaymiz. Ammo har holda u vaqtchilik hamda vaqt bo'lganligi uchun 2 yil fursat degan 2 yil degan gap hamda 2027-gichilik. Viza ishlari bo'lib qolsa, baldirroq tayyorlik qildigan mayirlarni baldir bir yerga to'plab mashq qildigan iqlib fursat cho'ng jiq bu qatimqi vaqt qistab qolgan iqtisod yetishmagan degandek ahvollar qaraganda oldimizdagi 2027dagi tayyorlikni qilish kar fursatimiz bor bizniki. Angachilik yetishib chiqadigan nurg'un yosh mayirlarimiz bor. Bu kuchlarimiz buningdan taximbek har qaysi jihatdan, masalan, mayirlarning saviyasi bo'lsin, yosh qurilmish jihatdan bo'lsin, yana eng muhim bo'lgan iqtisod omillarimizdan bo'lsin, har jihatdan 2 yilgachilik kuchlanib ma'lum bir saviyaga yetadi deb o'ylayman.
Xudoyim bo'lsa, hamma ishlar yaxshi bo'lib ketadi. Xalqning qo'llashimi, diaspora Uyg'urning qo'llashimi yaxshi bu qatam. Ular mana musobaqada Sharq Turkiston Ulusal komandasi tunugun yuqori natija bilan Tibet komandasini yengandan keyin xalqlar haqiqatan hayajonlanib xush bo'ldi. Degan ma'no biz naq maydonda Uyg'urcha anglatgandan keyin texmo boshqacharoq bo'ldi hamda inglizcha qadar tushunmagandan keyin men naq maydon Uyg'urcha inshaalloh bu uyg'urcha anglatish bilan qarindoshlarga bir manfaat yetkazgan bo'lsak xush bo'laman. Ham iqtisodga kelsak, qarindoshlarning ayt kuchli başdan oxirdagidek bu iqtisod yig'ishlaridan keyin nimasiga jarayoniga shohid bo'lib turdim. Yordam qilganlarniki oz demay, ko'p demay, bak aktiv bilan yordam qilganini ko'rdim. U yordam qilganlarning ichida cho'ng va, kichik va, er va, ayol va, ba'zi hatto o'zining o'yinchiq oldigan pullardan voz kechib yordam qilgan o'smirlar bor buning ichida. Bu bizni hayajon soldi. Xush qildi bu. Yaxshi ahvol. Anandan keyin yana bir xush bo'lgan ishim bu bizniki Sharq Turkiston davlat komandasi nomida bo'lganligi uchun da qarsam hech chegara tanlamay yoki bu deyishmay chegara alqib yordam qilgan qarindoshlarni ko'rdim. Nihoyatda xush bo'ldim, mamnun bo'ldim. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Topgan mollarga barakat bersin. Hozir naq maydon musobaqa qandaroq ketyapti? Musobaqa hozircha ikki taraf ehtiyot bilan o'ynayapti hamda biroz qalayim qanchalik bor hamdalik rasmiylik deyilgan taktikalar bo'yicha mangmayotdi. Aballarnikilik o'ynashlari biz o'ylagandek nima emas, yaxshi hisob. Ammo bu hal qilish musobaqa bo'lganligi uchun ikki taraf ehtiyot qilish pozitsiyada o'ynaydi hamda albatta. Hozir avvalgi yani Sri Lanka taraflarning ochlarning bakal nimalar bormi? Ularning chechalang'uliq degandek. O'xshash. Ularmi hamdalik bizning tunagan kuchimizni ko'rdi. Birinchi qatim musobaqada ularning yangini 2-1 natija bilan yengan bo'lsa-mu, u oson qo'lga kelmaganini ular his qildi-chi. Birinchi kundagi musobaqada bizmi ularga besim qildik. Oxirgi vaqtlarda bo'libmi bizning bolalar nihoyat jonlanib, pek obda o'ynab, yana 5 minut bo'lgan bo'lsa tanglashatdik, yana ozroq vaqt bo'lgan bo'lsa utatdik degidek yaxshi o'yindi. Demak bizning amaliy kuchimizni Sri Lankadaymi yoki Tamil Elam deymi bularni hamda bular o'zining atig'ini uchi Tamil Elam deb turay. Bu Tamil Elam komandasiniki bizning amaliy kuchimizni bir aqir ko'rdi, his qildi. Demak bularmi bizdan biroz cho'chidi. Onun ustiga tunagan Tibetlar o'ynagan musobaqadagi urilgan to'plar dastlabki 30 minut bo'lmay turib 4 tunel bo'lish degandek ishlarni ko'rgandan keyin ular ehtiyot qilish nimasida o'ynaydi hamdalik pozitsiyasida bo'ladi. Bizning bolalarniki hamda biroz farqli bo'lyapti mencha. Xato desa, bular birinchi qatimliq musobaqaga qatnashdi. Hayajon bor. Ikkinchi qatim musobaqada yangdi. U hayajon qo'shildi, xushallik qo'shildi. Hamda bu xushallikni bir butunlab etildi. Bugun nihoyatda kuchab obda o'ynaydiganini, tirishib o'ynaydiganini his qilyapman. Shunda bo'lsa-mu vaqt 90 minut. Onun nihoyatda ehtiyotchanlik bilan taktikaga bo'ysunib 11 odam o'xshash o'rtaq kuch chiqarib o'ynagan vaqtida bu natija qo'lga keldi. O'sha mayerlarning shu buyruqqa bo'ysunib shu tenlerning o'rlashtirishi, bo'yrishi, kutgan yerdan chiqishi bilan yaxshi bir natija elishini umid o'tirib turibmiz buni. Yaxshi so'zlab turibsiz, Abobek. Alloh rozi bo'lsin, yaxshi. Bu Tamil komandasi dedik. Bu Tamil komandasi degan bilan bu Sri Lanka o taraflardan kelgan bolalar bo'lgan bilan bularni ondalam kelib qolgan bolalar emas. Bularniki ham Sri Lankaniki, bu Tamillarniki birinchi tantarbiyasi futbol emas. Bular boshqalarga bu Hindiston, Pokistonga o'xshash kriket yoki boshqa tantarbiya turlari bularning birinchi tantarbiya turi. Ammo bu musobaqaga bular sohibxonlik qilib futbol sohibxonligini qilib kelibdi. Demak, bularni buningga
sohibxonlik qilib musobaqa qatnashimiz degandan keyin oddiylam kelgan insonlar emas bular. Bilishimcha bularningmi bu yerda yashayotganiga necha yil o'qimay ish qilib birinchi avlod bo'lmasam ikkinchi avlod odamlarimi yo'q emas. Uning ustiga bu Yevropada yashagandan keyin futbol davlatida yashagandan keyin albatta top o'ynashni bildigan kasbiy klublarda bo'lmasami yerim kasbiy yoki ishdan sirt klublarda top o'ynashni bildigan a'zolar bo'lishi aniq hamda demak bularning maydondagi ahvollardan qarasam topni hali yaxshi o'ynaydigan ma'lum bir saviyadagi komandalarga kirib top o'ynagan bolalarni bada qiladi. Bularni ayt salmoqliq bilan aldirmay o'ynayotidi. Bular raqibni demak bular birinchi tarbiya turi demagan bilan bularniki o'ynashlari jiq tartiblik topni bildigan bolalarda qildi. Raqibimiz aziz emas. Raqibimiz xil kuchli turdi, ammo bizning bolalarning nimasidan ifodasidan raqibni xil tamtiravotidi. Now there's Lucy. Is well in Germany. Finds Imisov. Now to Ahmed. Then Caroline Lucy. Now go to Aishan. Back to Farouk again. Now there's Satuk Chan. Ekran oldida musobaqa ko'rayotgan, bizning ekrandan ko'rayotgan qarindoshlar qanday his qilyapti musobaqaniki nimasidan jarayonidan anandikin so'raydigan gaplar bo'lsa bilishimcha men javob bergach o'tirman. Ammo bayam deganimdek maydonda kim o'ynayotdi, qanday degandek ma'lumotlarni berishga biroz ojizlik qildi ekanman. Chunki men qo'limda telefon bir tarafdan so'zlash, bir tarafdan musobaqa ko'rish biroz oson emasga. Agarda konkret savol chiqib qolsa, ashuna javob bergach, anandikin boshqa gaplar olib qolsa, deyishga o'ttirsak bo'ldi. Mana bir top yeb ketdik. Hozir kimlar oldu? Bir top urildimi? Bir top qarshi taraf bizga bir top urdi. Jiroqdan oldimi yo yaqindan? Topni nimasi ergashmay qoldi kamera. Tafsilotini bilolmay qoldim hozir. Bularga qaytirmasini qo'ymagandan keyin qanday o'g'ini bilolmay qolmizda hamda. Qolgan musobaqadan keyin qaytib qo'ygan vaqtida ko'rinishlarni chiqarib shu vaqtida bilamiz yoki maydonda kameraga ilib olgan qarindoshlar olib qolsa shular orqali xabar topamiz hamda. Men hozir ko'rolmay qoldim qanday kirganini. Kamera chiqdimi kirgan top Bilal. Kamera agishamidi. Men diqqat qilmagan o'xshayman, kamerami agishamabdi. Vatandakilik kuraligan qattiq hayojon bilan kuratdi-da buni. Ama kameralar yaxshi ko'rsatyapti amaliyotda men yuguribdi bunda ochib ana men yugurib mamlakat to'pga atakda ha yo'q direkt samolyot
Taken by Ilgar Sean. Oğlum. Qaytırma hücum qildi hozir qarshi taraf. Yaxshi obdan qutuldirib oldi bizning bolalar. Strong tackle there on Emerson. Coming from again. Set up Sean. Sean coming forward with it. Not really anything to do yet, and it's on the lead on goal. İmo Ababekres o onu ekranı karak ekranı nasıl atrafı Kim yapman vakti da mesela uygulada yazıp İşte sözlesem yaxşı olatdı, hem de maliqi deymiz ekranға әгішіп болмақ біраз тәсу атыды, қынымен күшімнен етісі. Bakay ya. Maliqi musaqının jarayonini tomoshabinlar ekran oldidagilarimiz aniq ko'rib atgandan boshqa ma'lumotlarni deyishga o'ttasaq mayli deb o'ylayman. Masalan, hozir bizning kapitan ipmanda kimi pas verdi bu aşamada bir dişim kurargan bo'lsangiz aşamız deseniz akam balanın sınatqa vaqtida kim o qaysi hayot yashaydi hamda elimizni qo'shib qisqa tarixini deb o'tib ketsangiz texnik yaxshi bo'ladi. men amal qilib boqayimsa. They solved by Mirabal. Some by Ilgar Sean. Hozir men bolalarniki liqinimiz o'tdi. Tizimlik mesajni chiqarib olay ya. Çünkü ma video saqlanib qoldinga mangu. Bir tarix Üstüde tek aldığına bu tarifka. Musab qatnaşkan Uyghur bolalarının isimlerini kısaca ma'zur chiqaray. Bilal menga yordam qilib, bolalarnikiga maydon chiqqan 11 odamning tizimligi va bir batda rasm. Asma bera. Kim varsa kim nerede oyunda degince. Ha. Kim bizden ballama? Bireyler fırsatında bizden bolalarının başçı oynayışa, hücum geçişe tazı yakışamaz ki ender. Ababekir kardeşimin sözler tükettiklerinde hem de bu kırımdaşta her kaç taraflarını kaydetmeye başladı. Bulanın özgüren basıştı. Neşkı oynarda fırsat bulmadı da bulanlar. Qayta deb ketdim bu gapni. İqtisod sabablik plan o'zgarib qoldi. Asli iqtisod deganimizdek yig'ilgan bo'lsa, bu bolalarning hammani Gollandiyaga to'plab, Gollandiyada bir hafta maslash mashq qilish bilan birga anadagi ba'zi bir komandalarni tepib, yaxshiroq komandalarni do'stlik musobaqasi o'ynash,
degandek aş planlarını qilgandik. Afsus uni qilolmay qoldik. Shu sabab bilan bolalar 27 yaşlar bevosita Londonga yig'ildi. Londonga yig'ilib shu yerda anadan keyin bir qatimliq mashqni shu 28-yaşlar qilib oldi. 29 bir mashq qildi. 30 yana bir mashq qildi. U mashqlarni kichik maydonda odatdagiligi yugurish yoki boshqa mashqlar bo'ldi. Shu sabab bilan bolalarniki maslashish yoki taktika degandek o'rinlashtirish mashqlari toza yetarli bo'lmay qoldi. Shuningga hamda bu bir necha davlatdan kelgan bolalar anandan keyin tunishdi. Tunishgan bilan tozaligi bir-birisining ahvolini tafsili bilish kerakchi hamda bu topchida buning nim qilmoqchi o'g'inni, pasni nega vermoqchi o'g'inni degandek ishlarni bir sharat bilan yoki bir qarash bilan yoki bundoq bir harakati, badanning harakati, yugurishlar bilan bu yoqqa bermoqchi ekanman, bu yoqqa yuguray degandek ashundoq bir his qilish kerak hamda. Bu bolalarniki bayam deganimdek bir yerga kelib o ishlarni qiladigan imkoni bo'lmaganligi uchun asos hammasi o'ziniki real maydondagi amaliy kuchiga tayinib o'ynayotdi. Asli shu maslashishlarni qila olgan bo'lsak, kashki bu bolalar albatta nega tepmoqchi, tepishdan burun ben negarak bağıştırma, nim qilg'ashtirma degandek ishlarni oldin ola qilib kunimizdan yaxshi natija bo'lishi kerakdi. Afsus abda bu qatim shundaqroq bo'lib qoldi. Bundan keyin bu ishlar o'ng'ishildi. Elma Sharq Turkiston ulusal komandasi g'ayrat qilib bu qatim musobaqada shon sharaf bilan 2027-yillik Konifa dunyo olimpiadasiga tanlab bo'ldi. Endi bu cho'ng bir g'alaba. Shundoq. Ko'proq iqtisodiyotdan qo'llab, moddiy ma'naviyatdan qo'llab, yordam qilsak, kelar qatorda musobaqaga ham yaxshi moslashib, musobaqada yaxshi yutuqlar bir imkoniyatni yaratish bo'ladi endi. Bu Uyg'urlarniki qo'llab-quvvatlash bilan munosabat ishlar. Shundoq. Inshaalloh bu kunlarni ko'z oldimizda turdi. 2 yil vaqt oz emas. O tayyorliklarni qilib, yonimizdagidek bir nishonga yetib bo'ldi. Endi ma'liq o gaplarni qilishqash, maydonga chiqqan mayirlarniki ismi nerede qanday o'ynaydi degandek bu ma'lumotlar to'liq emas chunki menda bilganimcha deyman. Bilgansizlar. Bizim şuna tuyuq chaqirdik degansiz ama rahmat. Ma'liq ba'zi bir materiallarni to'plab qilib olganmisak yaxshi bo'ldi. Asli bunda ishlaganda kasbiy odamlar qildi. Bu so'zlash degan top o'ynash bilan osmon zamin farq qildigan ish bu. Shunga oson emas. Bu juda oson emas qilib hamda bugun musobaqani boshlagan qarindoshimiz Farruh Vartada boshladi. Bu bola qaysi davlatdan kelganda men so'rab olmabdim. Bu badan nima jihatdan bo'y egizligi texnika u jihatlardan bizning hozirgi vartalar ichidagi eng yaxshi vartalar bo'lishga loyiq shu Sharq Turkiston komandasiniki 1-nomerlik vartasi bu hozircha. Buniki nimasini ayt yaxshi bo'yotdi ifodasi. Ham o top kirish degan futbol musobaqasida bo'ladigan normal ishlar. Balkim vartaning savatligi bo'lishi mumkin. Balkim mudofaachilarningki savatligi bo'lishi mumkin. Har xil sabablar bilan top ketirish bo'ldi hamda. Ammo hozircha hamda bu vartanimiz Farruhniki ifodasi yaxshi deyishga bo'ldi. 15'te başlagan Mahir kapitanımız Satıqcan. Bu öz Germaniyada yaşaydı. Bu qatimki davlat komandasining kapitani ham 15 vazifasida o'ynayotdi. Yeshi biroz cho'ng bo'lishi mumkin. Men taxminiy yeshini deyman 28-30larda bormidi yo undan cho'ngmidi. Yesh cho'ng bo'lsa-mu, garchi nihoyatda yaxshi obda o'ynayotdi maydonni tashkillab. Anadan keyin Xolid Ali deydigan 5-6-nomerlik ikki mahirimiz. Bular O'ttirbekda boshladi. Bularning ma'lumotlarini ancha bilmaydi ekanman. Buni to'g'ri tushuninglar inshaalloh. Bundan keyingi ishlarda to'liqlab qo'ysam bo'ldi. O sol bekda o'ynagani Ahmed
bu öz Gollandiyada yaşaydigan Yaş Mayer. Bu top night topda oynaydı. Bugungichilik ifodasini aytdi. Yaxshi olib kelyapti buniki. Nomerlarda biroz egizpastlik bor ekan. Men so'zlayotgan nomer bilan maydondagi mening qo'lim tizimlikdagi nomer bilan biroz farq qilyapti. Uni tutib anglayinglar. Men hozir o'ng bek, so'l bek deb muhtalam so'zlab turay. So'l bek o'ynag'ini Ahmed. Bu hozir ifodasini aytdi. Yaxshi mayirlarning biri. Anandan keyin shu mudofaachilarning oldida mudofaaga mayilroq o'tirmayda o'ynagan Ilg'arjon. Bu Sotqichon bilan qarindoshlarga akisimi inisi unutmadim. Bu Germaniyada yashaydi. Ilg'arjon bu meni aytib kuchab yaxshi obdan tashkillab o'ynayotdi. Anandan keyin Musa bu hozir maydonning so'l taraf direkt o'tirmayda o'ynayotdi. Bu öz Germaniyada yashaydi. Topni ayt yaxshi obdan o'ynaydi bu balama. Onun yanında Abdüşkür. O Abdüşkür öz Norveç'de yaşaydı. Anandaki o balındaki birinci günü tamamıyla oynayan vaxtıda urgan topun emmeyle köydük. Nəhayət səviyyəlik, çıraylık bir top urub etdi. Tün ögün motivatlarla oynayan top urdu. Bizdeki hazırkı top urganların içinde aldın qatarda turub atqan. Nəhayət yuqur maharetdeki yaxşı oynaydigan topçudan birisi bu. Nəhayət ayacan saldı o urgan topu həmməylərini. Nəhayət çıraylık kirdi o topu. Paslaşış, maslaşışlardan keyin. Anandaki o tarafda oynayatqan bir mayırımız var. O mayır Abdülaziz öz Norveç'de. Yaşı 20 yaş mı, 21 yaş, 22 yaş mı ki? Ya 21-22 yaş etrafında yaş mayır hesaplandı. Nəhayət yaxşı. Tününkü müsabaqada nəhayət çıraylık 30-40 metr yerden topunu haydab akirib, pas çıqırıb top en küçük mayırımızdan top vuruşuğa yardımcı pas çıkardı. En küçük mayırımız deganimizde bir 16 yaş girmegen bir mayırımız var mı? Buna bakıtam devlet komandamızda. Özü Kazakistan'dan kelgan Uyg'ur qarindoshimiz Belgiyada yashaydi. Belgiyaninki danliq klubi Gent deydigan bir Gent emasmi? Emasmi? Gent kamdimi? O qarindoshimiz kelmabdi. Hozir men degan top urdi degan qarindoshimiz 16 yaş girmegen en yaş mayır bu. Bu devlet komandamızdaki en küçük top vurgan mayır sanıldı hem de. Onundan başka Dilzat, Farmin degan qarindoshlarimiz hujum o'ynayotdi. Dilzat degan qarindosh bu o'z Shvetsiyadan kelgan. Nəhayət obdan yaxşı o'ynayotdi bularma. Farmin degan mutunogin top vurdu. Bularning ifodasi nəhayət obdan bo'lyapti. Hozir necha minut bo'ldi musobaqa boshlang'ili? Musobaqa boshlang'ili 40 minut bo'lib qoldimi? 40 minut oldimi? Soat qarmabdi menga. Penalti emasdi. Nuqta bermaganda Bilal. Ma zapas a'zolarniki ismini shudalab o'qib o'tayday. Vallahi hammasiga shu tomoshabinlarga ulam ko'rdi. Imron, Farhad, Kamran, Said, Sabahiddin, Aziz. Bu balla zapas a'zolar tizimligida bularni fernerni o'rlashtirish bilan har qachon ehtiyoj bo'lgan vaqtida maydonga chiqadigan tayyor bo'lib turibdi. Musobaqa nechida boshlanganini men diqqat qilmabdiman-ki, ammo biz aldirashchilik bilan boshlab qoldik-ku bu ishlarni. Aning bek diqqat qilmabdiman. 50 da boshlaganmi? Taxminan 40 minut 55 35 minut bo'lgan o'xshaydi avvaldan qaraganda. Hozircha 1-0 keyindamiz. Vartarımız nəhayət çiraylık bir top qutquzu oldu hozir.
Bugun naq maydonga shu Londonda yoki atrofida, London atrofida yashaydigan qarindoshlardan xili yig'ilgan o'xshaydi. Avvaldan qaraganda chiroyli do'ppa, atlas ko'ylaklar bilan o'tgan apandimlar, xonimlar, kichik bolalar, bayroqlarimizni lapildirib tutgan qarindoshlarimiz xili bor turdi. Alloh hammanglarniki qadaminglarga ajr versin. Maydon kelib shundaq qo'llab berganinglar uchun ko'p rahmat. Ekran oldida musobaqa ko'rib o'tirib g'oyibona madadda bo'layotgan qarindoshlar sizlarga rahmat. Bu albatta biz o'zimizning komandasi, o'zimiz yansimi, yengilsimi har qanday natijani qabul qilib, shularning keyinda turimiz, madad beramiz, hurrat to'laymiz. Har qanday natijasini qabul qilamiz bularniki. Hozircha hamda bizga keltirgan sharifi hamda 2027dagi dunyo loyiqasida qatnashish olganligi uchun biz nayt xush bo'lib, faxrlanib o'tdik. Bu xo'shalliqlarimizni bilgan taqimi to'liqlab butunlab o'tkisi. Free kick given against Milan. Ama ko'rinishlardan hayajonli, chiroyli ko'rinishlar chiqyapti-da. Atlas ko'ylak kiygan, to'p kiygan, cho'ng kichik, ayol qarindoshlar. İsmail, orada ne var mı? İsmail, senin o yerde internet var mı yok? Wi-Fi. Var mı? Tamam gireceğim tamam. Faqatimqa bu fursatni tutishini umid qilmay, hozir ixtiyor to'p tepish fursati keldi. Fursat qochib ketdi-da. O'zlari to'p yaxshi kirishib o'ynayotdi bolalar. Avarta aldirib qalayim qanchalik fursatni tutamay qoldi. Top tushuntiruvchilardek hayajon bilan so'zlash bu bir rasmiy bir kasb bo'chu. Men undan so'zlayolmaganligim uchun hayajon bilan chiqmayotdi gaplar. Bu boshqa yaxshi tushuntirib, hayajonlarni bildirib, naq maydondagidek hissiyat keltirib turgan odamlar bo'lganimizda ham yaxshi bo'lardi. Tunji qatimda bir ish bo'lib qoldi-da, lekin yaxshi so'zlab tushuntirib berdingiz. Rahmat. Bundan keyin asosda bo'ladi ishlar. Xudoyim 2027-yilda hayajon bilan so'zlab odamlarni taklif qilib so'zlab demak, ashvoqchilik fursatlarimizda hamda shu ashundaq bir kasbiy xodimdan birini deyman, eng oz deganda bir ish kuchni yetishtirish kerak ekan. Ashun bir kasb hamda. Ashundan qiziqadigan har soatdan bir odamlarimiz bo'lish kerak. Shundoq. Bu bir qiziqish bilan boshlanib bir kasbga aylanib qolishi mumkin. Ma'liq xalqarada bunday qilqa musobaqa tushuntiruvchilarningki topadigan pulim oz emas. Bularni rasmiy obdan cho'ng kanallar taklif qilib, so'ziltib, g'oyat yuqori maosh bilan so'ziladigan kanallarimiz yo'q. Demak, bu qiziqishni kasbga aylantirib, ham o'z uchun, ham millat uchun to'p qo'sha oladigan bir fursatlar bor demak. To'pog'ini Abdulaziz Norvegiyadan mahir bu. Norvegiyadan kelgan yani. Natijalliq obdan yaxshi o'ynaydigan bola.
Oraya gitsen mi yavaş gidelim. Karışalım şurada adam. Stick to figure that head. Adamlar defans ediyor. Abi ben de ulaşan bazıları çok güzel de adam zaten cevap veriyor. Buna da top yani çabuk da dönüyor. Ha fırsatını bu fırsatını kaçırıp koydu. Qaytırma hücum şekillenip kaldı hem de. Bizden bayırlar tez süratli qaytıp gelmesi her zaman qaytırma hücum xatarlı. Çünkü karşı tarafından hücumçusu tez yürüyorduk ya. Yaxşı var çıkıp tosu oldu bunu yaxşı. Liverpool Portsmouth, Sunderland captain, 69 bad East Side, standing below. Demek naq meydan kelgan tomoshabinlarimiz oz emas ekan ha. Bir bulon top ko'rsatdi shuni aytdi. Diqqat qilmasa xatarlik. Geri gitti bu. Edip kafa delinip gelir. Adam okuda. Hadi gitsin onda. Güzel atıyorsun. Ama tam ayırdı. Senden vermeydim abi. Başka var. Attığı da tüketti mi adamlardan? Bari topu kayar. Yusuf had to clear that away. Öpünlüğüme çıkıyordu o. Ellik baştan kırıp oldu. Ellik mi projesine çabayı. Buraya yatırıyorsun ki altına. Kafayla kurtardı. Ellik baştan doğru. Bak arkada bir tek var. Orada var ya oraya. İleride top. But eventually cleared away again, and here's looking to get onto that one, but Preston's Saranayim. Again under pressure for a throw-in. Hem boş fırsatda ben bir gapni qistirib qo'yay. Bizning mayirlar hozir muhojirat tanlangan topchilarning ichidagi eng yaxshisi deb ketamizmi, yaxshilarniki imkoni bo'lgan o'sha Londonga berish imkoni bo'lgan eng yaxshi bolalarniki tuzilgan bir komanda. Bu komandaning a'zolari kasbiy mashq ko'rgan mashqlari ishdan sirtqi komandalarda ishdan sirtqi mashq ko'rganligi uchun saviyasimi bir qadar o'zimizga loyiq bo'lib qoldi. Shunga ba'zi bir savalliklar, ba'zi bir xatoliklar ko'rilyotidi. Uni albatta qabul qilamiz, to'g'ri tushunamiz. Aralıkta 15 minut mu? Yarım saat mi aramelik vakti? Birinci meydana çıkıyor. Ha, Babekre. Ha? Aralıkta aramelik vakti 45 yarım saat mi? 20 minut mu? 15 minut. 15 minut mu?
Aldınqı yarım meydan ahırlaşışqa az qaldı. 15 minutdan belişdən keyinki meydan başlandı. Hazır Tamil komandası hücum qılıbdı. Sensor on the goal. The man who's goals that faces two sides. Here's the beam. It's got. Xatarlik topdan bir kelib qarşı taraf fürsət tutamay qaldı. Bu Muhammed 2-0 olab qaldıq. Xatarlik gəldi lekin bu top. He's got space now for Ruthie. The beam, but Ruthie that wins it. Yaxşı kelgan fürsətdə mana bunu qaçırıb qoydu. Mana. Evet, obdan fürsətdə birini qaçırıb qoydu ama bizden ballar. Engine time at the end of the first round. Puts it in the chubby. Here's the game now. And that is half time. Yer meydan ahırlaşdı. 17th minute from the Sensor. Let's get a lead as well. It's Turkistan. Just what's the advancing that final third. Kırıklandı. Join us for the second half of this final. It's Turkistan on that side. Okul bende koy. Nima qo'llanadi va. Yo'q, yana bo'lmadi ya bu. Qanday qo'llanadi? Ya İlkin avazını aldınız mı? Alsak birinci meydan musabaka tügeden, ikinci meydan musabaka başlayalım arkadaşlar. İlkin. Ha, Ekrana bir ko'rina bir gap qiling hamda. tamam. Qandaroq musobaqa biz mayaqdan jiroqdan ko'rdik. Oldingi meydan musobaqada yarim meydan musobaqada 1-0 oxirlashdi musobaqa. Qancha vaqt kelgan boshlandi musobaqa?
Evet, selamünaleyküm. Evet, aleykümselam. Meydan hem bir yerde esnetmek istegenim hem de bizden valla bugün 3. kıtım AK'sına top oynatıyorduk. Başı tamirle birinci meydan oynadı, ikinci meydan oynadı. Arada bir gün dem aldı. Dem algandikin ula biraz mavi topka biraz demilip çıkan oldu. Bizden vallahi çıkı yarıdan edip şundak bolsun mu? Aşı vallahi şunda terişip oynatıdı yani. Asan emez. 90 minut top oynaganlar bunu bildi. 90 minut bunda jügrep bunda havay nem kılıç bekkes hem de 3 gün üst üstüge hiçbir yerde bolmaydan işler bular. Yani maşı Uygur ballarımız, maşı akımızda milletimiz ba, maşı Uygur namını kötürümüz bizde hep mine çıkıvatıdı, oynavatıdı, jügrüvatıdı. Şunun ama biz mün şükür deyiş gerek, her kandak bir nesige bir ümitsizlik boğmusun. Elbette bu oyun tutsak mı, türbetsek mi, bizim için bir galibiyet boludu. Nim bolsun biz hem onların bilgini dek. Biz bu nimide bir şey ki maksatımıza eriştik. Bu maksatimizden birincisi bir şeydik Uygurların bir devlet süpütü bile başta bir organizasyonlara katlaştı. İkincisi yine Dünya Kupası diyen bir 2027'de Hudayın Bursa bolduğun bir kupaga biz bu kirişke eriştik. Biz maşı tamille bile biz bile bugün oynayatkan tamille bile Asya'dan iki devlet katlaşıdı. Birisi tamille bolsun, ikincisi yine biz. İkinci meydan hem de ikinci meydan inşallah biraz yine sizin vallahi için belki biraz yerip kalan bir meksili bolsun mu? Yani kollarını kelgen neslerini kılıdı. Miyede bugün nayet yakşı Uygur müşedeki cemaatini kepti London'daki cemaat şunda kızlıkıp bularına her daim yol yürek bulup bağırıp tezahüratla kıpede uladımlar. Rahmet ediniz. Onun peşinde yine bir değişim mavi tamille başı London'da en az 200 bin, 100 bin de 200 bin kişi tamil bakken. Bunu mu unutkamayla başı London'da tamille şundacık insanlar. Yani şunda küçük bir top nimisi boğusu mu? Yani bir aşılağı bile ten oynatımız Kudaya şükür. Yani bir gol yedik. Elbette ümitsizlenmemiz. Bunun da bir nimemiz yok. Hazır ben yine bir şeyde kelgen Uygurlardan tipip biraz ulardan bir fikirlerini bir sonra bakayım. Bulam da? Buldu. Rahmet. We don't need you to announce it. Evet. Selamünaleyküm Uygurlar. Bir şeyde canlı yayın var. Bugün hepsine hoş hepsine. O oyunlarını gördünler. Kanda bir fikirlerinle var. Kanda bir hissiyatınlara var. Şuların bir beyvanla var mı? Selam. Hoş hepsiniz. Yapılan var mı? Evet. Ne sözüsü? Kararlıkları Surunga bizdeki komandanlarımızın çıktığı ait hoşal oldu. Bunu devamlı terak kıldırmamız lazım dep oylaymiz. Elbet bununla yardımımız münayete yakşı buluş lazım. Bu kadar yardım bulmadı dep karayım ama bununki tekrar yardım kılışı Uygur halkındaki yardım kılışı lazım. Tekrarda Uygurlar'daki bunda bir komandasının buluş ait muhim. Tekrar tanıştırış cihetten. Rahmet sizge. Sizlerin peygamber yaptırınla bağ mı? Ya Mustafa'nın bir sözü söyleyeyim. Türkçe bilmiyorum ama Türkçe biliyorum. Tamam. Uygur kardeşlerimizi desteklemeye geldik. Allah razı olsun. Biz çok sevinçliydik. İnşallah bugün de tamamlayacağız. İnşallah. Dayanacağız. Tamam. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Evet. Uygur kızlarımız Uygurca bağ mı? Uygurca. Mine. Şunda yakşı emmisi teyyarlap bizni destekleyici yaptı. Sizlerin çoğunluğuna çıkan bir yaptırılan tanışırsak bu toplu gördüğünler miydi? Kanda bir hissiyatınla buldunlar.
Uygurlarning bir milliy takımı, futbol takımı bo'pti. Sizlarga qanday ko'rinyapti bu? Bu to'g'riliq biroz gapirib berasizlar. Biraz ovozli. Pek faxrlandik, pek hoş oldu. Uyg'urlarımızla birlikte birbirimizi qo'llab quvvatlab, musha yana kelganimizga allaqachon yandik. Rahmat. Yurtimizda pek hoş oldu. Sizden Ben de pek heyecanlandım. Bundaq direktörümüz Sirgedek müsabaqalar oldu. Hemşe kelganimizdan o'zi allaqachon yengib bo'lganimiz bo'ldi. Şuna texim g'ayrat qilaylik, texim inaqib vaqtdaylik. rahmat qizlar, rahmat. Yana 2000 mayda yaxshi to'laymiz, yaxshi to'laymiz. Mana bu yerda Xudoga shukr, bu yerda yana jiqnimirlarimiz bordi. Shu chiqib baqa yana. Selamünaleyküm. Uygurlarını desteklep, bizim milli takımını desteklep hepsine emanlarına rahmet ediniz. Hazır canlı yayında. Hem de Şarkı Türkistan futbol, milli futbol takımını gördünler. Doğruluk nemi deysizler, qanday ko'ngilni ishinglardagi narsani deb bersanglar. Deyinglar. Ben aşağı to'g'irlab qo'yib, chiqdi yersam, Bayraklarımız bile chiqibdi. Ani besiversanizlar. Qanday rahat bo'lsanglar deydi. Birinci kılığımda hiç bulamadı. İşte heyecanlanıp görevatımız. Sizlerden köprek hoş olmaya sorayımız. Bence şu da Rahmet. Rahmet. Dilanın biri ko'ngillarni gaplar bormi yo'qmi? Tamam. Mana yaxshi yana bütün ayollar, Uyg'ur ayollarimiz kelibdi. Selamünaleyküm. Bugün Meyada geldinler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Meyada xeyli Uygurlar görüyordu meydanda. Bugünkü topun içinde nemi oylap kaldınız? Ko'nglingizda nima oldu? Oyun haydi düştük. Evet. Bunu yensak mı yenmişsek mi zaten biz qualify olduk 2027'ge. İnşallah makadımda hem de hazır bir dünya da oldu. İkinci meydanda inşallah yengip çıkışımız gerek. İnşallah. Vallahi makadım köpken. Evet. Rahmet. Sizlerning kelganinglarga rahmet etimiz. Sen bağımlı gözlerim yaptığından okşaş. Tamam, oldu. Ay Uygurlar çıkrak sözü geliyor. Uygurlardan bahsediyor. Bugün qanday ahvollar? Bir yolda görüp Vallahi ki o'xshamaydigan davlatdan kelgan qaramay, evet. birga o'ynayotganda, maslashayotganda yaxshi g'alaba maşallah. Degan finalga chiqishimiz g'alaba biz uchun. Uning atrofida inshaalloh g'alaba oxiri cho'qim bizning bo'ladi. Ammo musha kelgandan o'zi bir kun g'alaba inshaalloh uyg'urlar uchun. Rahmet. Ko'p rahmet. Allah razı olsun. Bankalarına bakıyordum ben. Bazıda internet geçen Hem de hazır gene ikinci meydan başlandı. Şununla olacaktım oğlum sana. Nasıl? gene silahga gapni silahga qo'yib qo'yay, keyin Xudoyim bo'lsa tugaganda yana gap bo'lsa. Buldu. Anlıyor. Yok da on parça sana. Sezon. Emsek ikinci meydan musabaqa başlamış oldu da. Ne göndermiştin? Sizden İsim olarak. telefonu bir kuruşalım da. Baba bekle. Ha? Telefonu bir kuruşalım. Sizler alayım. Anında çekinip durup.
Videoyu izledi mi? Evet, sağ ol. Bu kadar. Bu kadar. Assalomu alaykum qarindoshlar. Ekranimizga qayta xush keldinglar. Mana Sharq Turkiston Tamil e'lom komandasiniki hal qilg'uch musobaqaning keyingi yarim maydon boshlandi. Hadi bayram.
That needs kind of respect. Hopefully given there, that's up in the air by Yusuf Bradford. Managed to keep that in, as you know. Start for a throw in. Bu. Nice play down the left-hand side. See what was that with? This is Sapip Shah, but it's cut out and it's fixed on our best. Xatoylik topdan bir nuqta qildirib oldi bizning orta. Bir xato pas bilan qarshi tarafga hujum fursati yaratib qo'ygan. Orta topdan qildirib oldi. Minggu mana da var. Ama elinde. Oldu. Just calm in the second half then. Goes to Tamaleo. 50 the game for them. Cross comes in. And he's wide in the end. Goalkeeper. No. It's forward by Yusuf there. It's Thomas now. Well, nice ball is sincere. Here's Thomas. Backs. I think it's going to go. Burada 저기 praktikte söylüyorsun. O hadi borçlu. Bu değil. Hepsini de bunu yazıyor. Hepsini de buraya kadar. Evet. Hava bomba gibi. Böyle borçlu. Bunları hiç yapmıyorum. Nasıl yapıyorlar lan? Biliyorum ama o da mesela hiç öyle yapmışım onlar. Özel bir verdik. Ne yapmışım ona sen? Bunlar Avrupa değil, Laura. Right, we İşte bakmıyor. Öyle şey. Bu uygun değil mi? Amerika'da bir de. Abi. Tamaleo. Oo. Yani bir xatoylik hujum keldi. Because we do for you. He's getting congratulations of his teammates. Wait for them. Let's look around. Şey olur ya. Hadi geziyorsunuz. Videocular gelip konuşsun sonra geliyor. Çok hızlı oluyor ona. Injured again. Hayır, sakın bir ara. It's up by. Hiç kısım patladı işte. Defası cüzdanın tezatı bu adamın ya. Allah yedi. Bak. Gel bak. Afsus yani bir top ketkizib qo'ydik. Yani bir top ketdi, afsus.
Günler kendi kaldık. So, 5 minutes into the second half. He's taking some furious. He thought the whistle should have gone, was it cleared out injured? There's no flag either. Some discussions going on amongst the players there. He's seen now. Set story. Gereklilik taşıya bak. Ne değil işte tanesi var diyor. Bir tane dedim. Olabilir. He's done behind his head. Discussion going on there between Keithan and Ilgar Chan. Biraz soğuktu. Zaman geçirmedi. Zaman kaybediyor. Tamam. So he's taking somewhere happy that the whistle didn't go. Anlaşıldım ama bir adam yok oturuyor. Hakikaten kayıp kıratız bayağı kopmam şey onlardan kutlayıp. Katımda hata fırsat, hata pas bugün karşı tarafı hücum fırsatı şeklinde kalıp top netki öteyip kaldık da 2 minut kendi kaldık hala. Bak fırsat Vay canım. Hacı abi oğlum. Gördün mü? Yolda. Gerçi şekilde kendi kalkan bulsak mı? Meydandakiler temtirmeyi, aldırmayı. Şehre gidiyor. Gördün mü? Ondan bir paslaşsa kaytırılış ihtimalimiz yok emas. Meydandakiler. Tepet, mayet, yaxşı şey yap. Açıqlanmayın. Hata karar, hata pas, hata hüküm çıkarmayı. Biraz dikkat qilib oynasa ihtimalimiz var. Karşı taraflarma ahirap bek küçük emas. Ular fursatni tutgan yeri var shu. Ko'rganda fursat tamaatida. Amandan ko'rinarlik farq bor. İşte onchilik emas. Yedi. Net. His pressure ball. It's got Oxenden in the Ekran aldırıp qarindoshlarimiz biz qilgan bo'lishi mumkin. Mana shunday so'rinlarga oila bolalarini o'zimizning milliy kiyim kechaklari bilan bayroqlarimiz bilan akilib bularga shunday fursatlarda o'zimizning ahvolini ham o'zimizga oila bolchaqlarga ham shu maydonga kelganlarga ham butun dunyodagi musobaqani ko'rayotgan tomoshabinlarga yetkazish nihoyatda muhimki. Hem bu fırsatda balla hem bir futbol müsabakasını görüşü bilen birge bir terbiye aldığan yaxşı fırsat. It's certainly going to make a change.
O'tir maydon topçusu bo'lsa almashdi. Yarinib qolgan bo'lish ehtimoli bor. O'rniga chiqqan qarindoshimiz butun kuchi bilan o'ynab bu qatimqi musobaqada yaxshi fursatlarni yaratishini umid qilamiz. It's Reece in his command, signed out injured. The shot comes in now for the substitute. First action now with him. Pretty wide. Nothing came up. There's another player down for his Like Phantom. Turkistan. Gurme çekin gurme. Kesin şey gidelim. Bir de oynuyor. Bu ne şey? Şimdi bir şey yapalım. Kışı bölümünü son kıldı. Oğlum, kendi şu an öyle bana Ahvaldan qaraganda yana bir mayar yarinib qolgan o'xshaydi. Abdulazizda qildi, yarinib qolmaganda inshaalloh. Bu mayar kuchab obdan o'ynayotgan mayarning biri. Yarinib qolmasligini umid qilamiz. iki numara şey gibi. Onların son kodu gibi. Ben şey, Megumi burada iki oğlum. Megumi'yi biliyor musun? Ha. Şey, o öyle önceden yaptığı şey. Abdulhamid, who's down injured. Still, he's not moving freely though. O da kendisi. Peki de o arada kendisi de atar yani. İlk yapıyoruz. Needs a little bit goal kick. Beats against that and clambered forward. So it's now put pass on to Costaine and it goes up to another corner. Haqiqatan 3 kun 90 minut top oynash oson emas. Mayarlarimiz herib qoldi, charchab qoldi, uni to'g'ri tushunamiz. Ham shu herib qilish, kuch qolmaslik sababidan ba'zi paslar to'g'ri bo'lmay qoldi. Xatolik ko'proq bo'ldi. Ammo musobaqaningki oxirgichilik qat'iy bo'shashmay, bel qo'yatmay tirish nihoyat muhim. Pushtak boshlanib oxirgi tugidi degan pushtak chalang'ichilik ishida qanday o'ynagan bo'lsa oxirgichilik shunday o'ynash nihoyat muhim. Mayarlarniki nihoyat tirishib kuchab o'ynashni umid qilamiz. Bir kabuk bir olmalı. Gerek golüne izin yok oğlum. We're back to our bits. He's had a pretty quiet afternoon. You might be expecting some bit more bits here. It's Ali struggling to deal with that. Bits now by Thomas. And now the attack. Unexpected by Nabi. Given away by Sol müdafaatçı Ahmet Nait'ten toş oldu bu topunu. Picks up here by Kimmich, first place firing. There's a set up here again.
Attı hemen. And there's a free kick. Aldanqı maydanda kelgan bir ixtiyor top tepish fursati. Bu fursatni yaxshi tutishini umid qilyapmiz. O'shan bilan farqni 2-1 o'zgartira olsak, tanlashishdan umid bor. Bu fursatni chang tutishini ochilmasligini umid qilamiz. Free kick. Böyle kameramanın Buni to'g'ri tushunaylik. Chunki kameraga ilayotganlar Soyibxon Tamil komandasining odamlari o'zining to'p yeb ketishni ko'rinishini chiqarg'isi kelmadi-ku, darhol ham dumboqcha o'tkazib qo'ydi. Bu chaqchaq gap ekan jiba. Oradan kaleye yaptı. Ma fursat keldi. Orta tutib qoldi-da. Daha kaleye yaptı. Tez suratda bir qaytarmagan Bir shakllarda. tane 2 numara. Bizning mudofaachilardan to'sib. Faqat Sarı kelgani yo'q. Mudofaachilar darhol yenib kirish kerak. Bak geri diyelim. Gömey. Offside bo'lish. Süper. Offside Süper. bo'lish. Adama Aytamiz-ki, o'yin davomli chotida qarshi tarafga biri ağlıyor. Orada kaleye atlandı. Bu kalede şöyle iyi oldu. Kaleci. İkiden vakti bunu. Tamam. Artık şeyin asla yarı türlü bir şey olan mesela. Yani. Onu kurt. Onu. Ha çaldı. Vay. Ay, işte qiziqqonlik qilmaslik kerak. Qo'qqina qiziqliq maydonda yarashmaydi. İşte qilmaslik kerak. O'ziga foydali vaziyatni foydasiz vaziyatga o'tkazib qo'ydi shundoq. Ballarniki haddidan ziyod ortiq qiziqqonlik qilishi. Bu arada kaçında mı zaten? Bu aqlsizlik bu. Bu arada biz zaten reaksiyon kart falan değil bu. Sen tarbiyachida topida bundoq bo'lmaslik kerak. Karşı takım yaptığında kendine yaptı. Yok kızların yüzünden kavrulsun. Maydonda o'ynayotgan har bir mohir o'zining tantarbiya axloqiga nihoyat bo'ysungan xolasida Ködiye açıkıp tapkiye hiç kim yaxshi bir yakınmamızda kutluğanın köyede pozitsiyada o'ynash kerak.
Karşı tarafın omaylarına ait katlık oynaşkı başladı. Katlık hareketler bilen karşılık boğatıdı. Biz omaylarla bu fırsatlarda yaxşı paylanıp açığını da söylep ulaqıgan hareketlerini qılmay aytdı bir yaxşı bir fırsatlarını tutuşundan o'tdadıq mene. Gayet xatarlik bir Hayatımda görebildiğim en iyi top kaçırdı. ahvaldan qutulub qaldık ha mana bir top yeydigan Hayatımda böyle bir sevmeyi ahvalda. Dersek olsa Ninon puts the ball into the box and it's come off a Tamalilan head, so we're a goal kick. Picked up now by Ahmed. Looking to get it back, picked up by Abdulhamid. He's tackled though by Prashant. Good work there by the substitute Ibrahim. Is he fouled? He is. These Turkestan bencher furious. They feel there should be more sanctions handed out to Tamalilan players for some of these fouls.
Efendim yardımda ceza top yok kaldı. Taken and the offside flag goes up. It's up to Dory. And down goes Centurion. Free kick. Free kick in a dangerous position then. Yusupov. El Shatyam's furious with that. Yusupov has been sent off. Just a bit lost man. Bravo, bravo. Muy bom. Başkalar yaklaş. Oklaganda var ya. Ben şu kapıya. Akıldalan var. Bizden bayırla hazırca şirketin keyinde karşı taraf bir bulan top tipiş burstiga erişti. Adam almışını atak kıldı avaldan qaraganda. Mana üçüncü top kirip ketdi. Afsus. Yani bir afsus narlık iş. Bu qalayım qanchalıqda top kirip ketdi. Ben keyinde qaldık.
Ma tamaldan tomoshabinlar maqli baka. Abiden uygulamada maqlamda çöktü. Meydan kilit medet verdiğinde mükemmelişten çok rahmet. The flag went up and maybe for a side against Ben Salas. müşteride Like çıktıktan Athletic yer scored the goal imzatmak first, but he için yer hasn't. fotoğraf yapmak. Tamalilom increased the lead. Bir dolan boşuna. Bilal oğlum bırakıp tuttu. Anladım. Karşılaşma 50 kilo kalmış gerek oldu. 50 kilo vakit var. Musafirning oxirgi minutlari kelib qolgan o'xshaymiz. Hozir endi o'yinmaga mayirlarga fursat berib, zapas a'zolarini almashtirish bo'lyotidi. 3-0 natija keyinda qoldik. Biz maydon chiqib boqmagan mayirlarga maydon chiqish fursati, ancha-muncha maydon ko'rish fursati bermoqchi o'xshaydi. Terminiki o'rlashtirishida. O'tganda deganimizdek asosli maqsad cho'ng nishon, cho'ng vazifa, muhim vazifa o'rnaldi. U bo'lsa-mu 2027da Konipa dunyo loyiqasiga qatnashish salohiyatiga erishish. U nishonga yetib bo'ldik. Endi bu degankisi bo'lsa loyiq qilib taxmbak xushalliqni voyaga yetkazish butunlash edi. Afsus hozircha 3-0 keyinda qolib qoldik. Bu vaziyatda bular 3-0 natijani tanglashtirib yoki g'alaba qilish biroz tez turyotidi. Abra top urib yuzini qaytiradigan to'pdaydi. Top urish fursatiga ega bo'lsa uni yaxshi bo'lardi. Har holda burun deganimizdek bu azmatlarniki muhim natijasi, muhim nishoni amalga oshib bo'ldi. Bundan keyingi musobaqa natijalari qolgan ishlarni hamda qabul qilg'il bo'ldigan natijalar. 3-0 natija. Yengilgan bo'lsakmi garchi qabul qilamiz. Ko'rsatgan to'pisi chiqargan kuchlarga rahmat aytamiz. Bularning kuchining barcha butun diqqati bilan, butun vujudi bilan o'yinda ba'zida o'zining ixtiyorim emas, shundoq bo'lib qoldi. Hech qisi yo'q. Vatanimiz nəhayət xətərlik yaxşı topdan bir to'sib oldi. Nəhayət xətərlik kelgan bu top. Çok da güçlü bulamancı
Müsabaqanaki asli 90 minut vaqti barğansıra az qalatıdı. Vaqt qo'shadiganlar az qoldi. Ama 3 top keyinda qolgandan keyin qalayim qanchaliklar bo'lyotidi. Bayarlarda biraz neyish degandek ahvollar yo'q emas. Zizzy's pop a second chance. Cross comes in and it's towards Shawshan. And then the shot from Liman comes in, perhaps. Like Jackson, Sassuchan. He's on today, we've seen. Gayet yaxshi hujumdan birisi keldi. Fursat salami bizning xizmatlar. Bizni qaytaradigan to'pni bir urib olsa, seni pisatdi hozir. Gayet yaxshi hujumdan birisi keldi, ammo uramadi. Uramay qoldi bu to'pni. Qaytarma hujum shakllandi. Hozir qaytarma hujumda qarshi taraf to'p ketishadi yaxshi. To'p kelgandan bo'ldi. Qopqa olib yarlagan chiray. Alloh qandoq yordamlashdan saqlasin. Cho'ng kichik yordamlashlar uchirmasin. Bu musobaqa tugagandan keyin xizmat, o'qish, turmush ham davomlashadi. Her yerde, her zaman salomat bo'lsin. Afsus, mana qalayim qanchaliklardan keyin mana shu eg'ir savallik 4 to'pni ketdik. Hozirgi natija 4-0 orqada qoldik.
Ahirgi vaqtlarda bayırlar adımız ziyade bekaslarlık vardı. Elbette bu AKK'da müsabak oynab küçük eğir fordu. Beden küçü arka tarafı yetişemedi. Karşı taraf bilen küçü yetişemedi hesapta. Şu sebepten hata besla, hata tepişler tekrarlanıyordu. Bizden bu yeni doğulgan bu komandamız cık məşqqa, nurgun ögünüşke, cık tecrübelerge muhtaç. Her halda her qandaq neticeni qabul qilamiz. Hazır 5-0 keyni qaldık. Hem qalan vaqtlarda hem de ballar özünü yarlandırıb almay, çıraylık yaxşı bir paslaşıp müsabaqını çıraylık tügütüşünü ümit qilamiz. Bir xatarlik topdan bir skret. Katında ortada uygun kılıç hatalı bu. Ekran qarindoshlar, bu qatamqi Konifa donqisi Sharq Turkiston Tamil hal qilish musobaqasi oxirlashdi. 5-0 mag'lub bo'ldik. Ekran oldi turib to'liq ko'rsatganingiz uchun rahmat hammaga. Avabek yaş ekrana bir çıksınız, nemesi gösteriniz. Hem de bana çatayım ben. İşte akıllı musabaka hazır tügüde işte akıllı. Shundaq, bu qatamqi Konifa Osiyo donqisi oxirlashdi. Yani bugungi musobaqada Sharq Turkiston Ulusal Komandasi xizmatlarimiz shu qadar kuchab o'ynab boqdi. Ammo tunuygan 16 kuni musobaqa o'ynab yerib charchashdim bo'ldimi? Musobaqada tamma qolib qoldi, lekin qandoqlik bo'lmasa 2027-yillik Konifa dunyo futbol musobaqasi tanlandi. Buni uzun bir g'alaba. Shundaq, bu AQQdan 3 maydon 90 minutdan top o'ynash oson emas. Bo'libmi, mushu hozir qavarayda men bundaq his qilishimcha maydonning sharoitlarimi men o'ylagandek bo'libmi top maydonning ichi. Men o'ylagandek anda bek yaxshi maydondek his qilmadim. Chunki topni dumalash, qanqish ahvollari tazbek normal ko'rinmayotdi. Qolgan maydonda top o'ynab baqqanlar his qildi. Normal biz o'ynab mushu mayerlar o'ynab ko'ngan maydon bilan bir oz farq his qilyaptim. Bu his qilishim hamda o qolganni Kiramsa ulinishqa qolganni maydondagilar o'zi naq maydonga ulinishni kiramsa kirama ulinish albatta ulinishdi ha. AQQdan top o'ynash, erish charchash, anandakin asosli nishon o'rindaldi deydigan bir xil bexotlikmi bo'lishi mumkin. Tutqan bo'lsa yaxshi bo'lardi. Afsus, cho'ng umr farqi bilan yengilib ketib qoldi. Bizning mayerlardagi tajribasizlik, mashq, ko'sh degandek bir necha omillarning kam bo'lishi bu mag'lubiyatni keltirib chiqadi. Qayta deb ketdik. Bu natijani yana qabul qilamiz. Eng muhim natija 2027da Konifa dunyo lonqisininki o'ynash salohiyatiga erishish. Ang'ichilik 2 yilda taxim yaramliq mayerlarni yetishtirib, mashq qilish fursatlarimizda yaxshi mashq qilib 2027dagi natija albatta bundan jiq yaxshi farqli bo'ldi deb umid qilamiz. 2027da yaxshi ketdi. Hozir naq maydondagi musobaqa maydonda bolalarni ziyorat qilamiz.
Endi qolgan gapni sizdan anglaylik. Ama kılıp ketken de hem de onun da lekin bayata ayırdım o şey çıktım yüzbegesinde bulak şerif kattım ben de var. Ola uğraşamıyorum. İşamagan bir tas şerif kattım geçti benim ben de. Onun da bir vakit kattım. Tambah ke rekor demaga inşallah tamam. Ben mı bırakacağım? Meşgulmasın, bir yerde çıkıyordum kırıp, oynap, çiğdekli, aldım, geldin var. Abdullah'dan, İstanbul'dan geldi diye ve bu geldim, Abdullah'ın bir kişiler oynap, şimdi insanlar. Şunun için her zaman yorumla gelip olmuşsun. Bugün halk aranın sahnede Uygur bayrağı götürüp Uygur bayrağı bile Uygur devlet marşı bile bir şeyden şükürdür yani. Da demamazken bir hücrede bir 2 saat dikilip başta musabık kadırla. Muşluk için bizler razı, Allah'ım razı olsun, gönüller gelip olmuşsun, hem Allah'a çok rahmet verin başta. Aynen işte çocuklarda adam yokken. Ya vallahi billahi özgürler. Ana. Hatta restorandan Biz restoranı bugün her zaman kaçan kelsin Atlas restoranımıza bulaştırılmış müşteriler tamak yerimizde. Allah razı olsun. Rahmet ettiniz. Rahmet, mana Atlas restoran Uyg'urlarni ilçe başı Naq maydondagi tomoshabin qarindoshlarimizni biz ziyorat qilaman ve o'zimizga musobaqa jarayonida musobaqa bo'ldi. Ben de ben çıkmayayım. 27-yillik Donifa dunyo futbol musobaqalarining o'zi bir g'alaba. Ha, ben çıkmayayım. Çıkmışsam. O'g'irlab ekan. Ha, tamam. Limpa tutamağlar. Ha ya bostan. Biraz memleket heyecanlı. Biraz Vallahi var önemlisi var bende. Naq meydanda sözlerimiz var mı? Meydanımızın hayratlı deyip Allah. Taraf gelsin mi? Bir başına olsun mu? Duanı gayirdiğe rahmet etmemiz. Anadolu'muzun bayrağımızın cavdan kalıp Uygur ikenliğimizni, Uygur halk ikenliğini bunu bu namayan kıldı. Anadolu kötü rahmet etmemiz. Rahmet teşekkürler.
Bundan kullandığım cari kaçtı var. Kızlarla hoş bulduk. Nime pırıntı kitap mahsul edildi. Zamanlık balığımız mahsul edildi. Restoranda Dilara Atlas restoranının tek hem bütün Allah'a hem bütün Uygurlara. İlkiyaş balla sözü soraş meydandakiler. Valla ekip meydan İstanbul'da. Mutlaka bir meydan İstanbul'da. Yani bir meydan oynadım mı? Ben Sadık Can, bizim kapitanımız. Bugün oynanan doğruluk bir geplerim var mı? Yani oyların elbette turuş mühim emasdi. Sizler bu meydana çıktığınızda oynadığınızda korkmayın. Şundan yerip ketsenler mi? Şükür edinler. Bek test aldı bu 3. günün içinde 3. müsabakımızda. Bunun için bek parçalarımız mı bek ağır bulup istediğimiz tek oynayamadık. Kamil eylem o bek bir komandır bile geldi. 20 kişi hep biz 15 kişi gelgen top. Bek test oldu iken biz oynayançılık oynadık. Bugünler yetmedi ama biz yine kayıtımız çıkacağız iken o da en bursa dünya longsa müsabaka katılışımız. Iken birbirimizin très yaxşı tanıp, très yaxşı oynap, onun için très yaxşı bir komandır çıkaralayımız dep düşünüyorum. Rahmet Sadık Can. Mehmet'e şükür oynadı bugün. Yeminle sıkıldım maçı. Milli takımda oynadım. Şarkı Türkistan milli takımı da çıktım. Yeminle sıkıldım. Birinciden irademizni qat'iy qo'yib bo'shashmadik. Shunda pulimizni hikoyachidan hem meni qutmoqdik. Endi musha hikoyachi bo'lib qoldi 2027'de Tonifa Dünya Kupası'na inşallah aşkınla bağlı nasip oldu. Şu şey. Rahmet. İşte oyunda mı nait öyle yaxşı oynadı Abdüşkür. Özü Norveç'ten geldi. Senin biraz gepleri anlatan şeyle oyun kanda bolsa meyli daha tutamık emez. Bu milli bir davanı sen kötülük çıktın, Uygurlar idini yukarıda çıkardın. O şehirdeki insanlara bir araya geldin. Bunun yeni de bütün dünyadaki Uygurlarımı cem olup hemimizi görüp geldi. Hemimiz yaxşı gördü. Şarkı Türkistan futbol takımı da veremdi bir yaxşı bir nerse oturup çıktı. Sen bunun da tünce oynayan ve tünce baş takımının golünü atkan birisi bulup kısaca özağına bir sağlık geplerini dinlep versen. Bir hafta önce şu biz hemimiz jıgılıp Muşulamında birbirimize kimishib bek yaxshi bo'ldi. Biz 3 antrenmanlar qildik. O 3 antrenmanı biz resmi bir ailedek bulduk. Birinci musabaqada bek yaxshi o'ynadik. Ikkida bir turib qo'ysakmi, ama kuchlandik. Yani keyin Tibet bilan o'ynadik. Tibetni futdik. Shuni futib 2027'de inşallah qatnashgan bo'ldik. Bugun turib qo'ysak, eng muhimi biz ko'rdik o'ynaganimizda hamda biza unlucky oldu desek bulduk. Red cardlar bilan bize referee bilan ama hemimiz yaxshi o'ynadik. Fanslarım cık geldi, pek hoş buldum. Yaşa Türkistan. Rahmet sana. Benim işte ballarımız şunda kapçılık işte hemmisi meşey bugün birinci buluşunu ağlattı. Lonkonu ilişini ağlattı. Bu lonkonu Şarkı Türkistan hem milletlerine özümüzün ulusuna hediye kılmakçı. Peki muhtem boğmadı ama yanır kıtımda inşallah hemmisi
bu birinci basqıç oldu. Birinci basqıçtan keyin inşallah yeni bir yaxshi yerga chiqamiz. Nimene mümkün hazır vaqtimda ya boshqa murosa o'tkazib qilamdi uni. Hozir bugungi oxirgi murosimi mana tugadi. Mishada ta'minlar ko'ryapsizlar, ta'minlar hozir ular shu lo'nqini birdan turib oladi. Albatta ularni o'tganda degandek bu yerda mana shu Londrada 150-200 ming ta'minliklar bor. Bular degandek hamma bolalar 24 kishi, 25 kishi topchilari bilan keldi. Yerib qolmay tegishib o'ynadi. Bizning bolalarimiz bor kuchini ko'rsatdi yana. Hepsi Allah razı olsun. Biz hammamiz mana shu Uyg'ur bolalardan rozi. İnşallah hammalarni rozi bo'lgansizlar. Rozi. Hammalarga rahmat. Sharq Turkiston O'zbek komandasiga, Qasımlığa, mush futbolchi Uyg'urlarni yeteklab tashkillab ashaqapra musobaqa qatnashtirib, Mana mendeki yana bir ko'rsatay, mana qizimiz o'zini bo'yab, mana Sharq Turkiston deb bo'yab chiqdi. Qo'lida mana bayroq ko'ryapsizlar. Shunda qo'sham. Qizim itingiz nima? Anda nima his qilasiz bugun topni ko'rib, Uyg'urlarni ko'rib, bayroqlarni ko'rib, topchilarni ko'rib, hoş buldunuz. O'zingizni chiroyli bo'yapsiz mana, maşallah, maşallah. Rahmat sizga, rahmat sizning ota-onangizga. Sizlar açıqayaman bugun biroz farmin. Buni bek yaxshi, bizning topchilarning ichida bek yaxshi kuchi bor. Farmin yaxshi o'ynadi. Uningga rahmat etamiz. Rahmat sana. Yana İmran'ni izlab bakay, İmran. Mana ko'ryapsizlar. Bu İmran 15 yaşda birinchi qitim Sharq Turkiston futbol takımıga saylandi. Shunda yaxshi o'ynadi. Birinchi tunugungi o'yindimi en oxirgi 6 golni silib bizni shunda rahat qildi. Bo'lmasa 5-4 biz oldida bo'lsakmi az bir vaqt qolgandi. Tiplarni bilan birga o'ynayotganda en oxir golni aytib bizni bek xo'sh qilyapti bu İmran. Rahmat etamiz. Rahmat. Fransiyaliklar, Belgiyaliklar, Germanliklar tig'im yaxshi mashq qildi. Tig'im yaxshi Yana Hollandadan kelgan meni Ahmet. Buni yaxshi keyinida bek yaxshi turibdi. Bugun bek yaxshi o'ynadi, bek kuchli chiqadi. Sana rahmat etamiz Ahmet. Yani bir gaplarim bormi? Meni ota-onasimi keldi meni. Destek qilib. Endi shu desteklar yordam qilamiz deb keldik. Yaxshi bir o'yin bo'ldi. Uyg'urlarning tarixida birinchi qatim xalqaro musobaqa bo'ldi. Kelar qatim texmo yaxshi natijalarni qo'lga keltirishni Allohdan tilaymiz. Alloh rahmat. İnşallah. So'sam uyga o'takaga malada unchilik surat topgan bo'lsa. Şunun bile hem de mening deydiganlarim aqllashsin. Sizlarga rahmat. Bizni naq maydonda ko'rsatdinglar, xabarlarni berdinglar, Uyg'urlarimizga tanishtirdinglar. Ularni ko'rdi. Hozir oxirgi vaqtini chiqarib Uyg'ur so'zlab tunishtirib nima bir qisqacha gapini alaylik, lekin programma almashtiramda. Sen bala o'ynagan musafir taqas mumkin emas. 7-5 yedi. Ular chiqmoqchi to'g'ri. Siz bir gap qashtiring. Sizga rahmat. Uyg'urcha so'zlab tushuntirib qilib berdingiz. Bu Sharq Turkiston davlat komandasi, futbol davlat komandasi. Assalomu alaykum Elshad. Qanday ahvolingiz, sizlarmi? Va alaykum assalom, rahmat yaxshi.
Musobaqa bütün kuchinglar yaxshi o'ynadi, azmatlar. Sen turatgan bo'lsin, do'stlik birinchi musobaqa, ikkinchi deb 2027-yillik Osiyo Konifa nima? Dunyo Konifa futbol musobaqalariga yangi bir g'alaba bu. Bu qatim vaqt qisqa. Har qaysi shaharlarda bo'lgan, davlatlarda bo'lgan bir yerga kirib mashq qilish imkon bo'lmadi. Shunday bo'lsa, futbol qozondinglar, bu san cho'ng g'alabanglar. Bütün dunyoda iftixorlandi. 2027-yilgacha yana bir yerga jug'unib, top o'ynab, mashq qilish imkoniyatlari bo'ladi. 2027-yil doim bo'lsa, shu vaqtda yaxshi natijalarni qo'lga keltirishni tilakdashmiz. Oxiri sizning rahmat. Deganingizdek, bu musobaqaga biz futur etgan bo'lsakmi, ammo kimligimizni futur etmadik. Ya'ni Uyg'urlarniki, Sharq Turkistonliklarniki oxirgi minut, oxirgacha voz kechmaydiganligini his qildik. Hamma bolalarni tabriklayman, futbolchilarni. Biz faqat bir futbol komanda bo'lmadi, bir oila qurdik bu yerda. Bütün futbolchilardan, ularning ota-onalaridan, oilasidan Alloh rozi bo'lsin. Hammasi vatan uchun, bayroq uchun tirishib keldi. Albatta oxirida bizni boshdan oxirigacha qo'llab kelayotgan maddiy va ma'naviy jihatda qo'llab kelayotgan qarindoshlarga chin qalbimizdan Sharq Turkiston ulusal futbol komandasining nomidan rahmatimizni bildiramiz. Va bo'libmi shu Angliyadagi barliq jamoatlarga Sodiq Bo'raxon match bulamdi, Atlas restoran bulamdi, Dilara restoran bulamdi, to'xtamayna nurg'un qarindoshlar bir-birlab atab bulamsanmi? Bizniki mishaylik ahvol to'xtamay olimizni ilib nimalar lozim, nimalar qanday so'rab, yordam qilib kelayotganlarga hammasi rozi bo'lsin. Sizlarga rahmat. Mush fursatdan mush to'xtamay taqdirdagiga rahmat. Inshaalloh bu natija hammamizningki, faqat bizning komanda emas, butun Sharq Turkiston bo'lsin. Xudo og'amiz natija she'rimiz uchun oldik. Rahmat. Mana en oxirda men lo'nqini bir ko'rsatay, endikin sizlarga beray gaplarni. Bo'ldi. Mana bu yerda ko'ryapsizlar. Rahmat degan lo'nqining nimlari bor. Mana. Bizni aldan lo'nqimiz mashhur. Bu'ning birinchisi. Hozir boshlandi oxirgi seremonie, shuni bilan tugaydi. Meni deydiganlarim shu munchachilik, hamda hammalarga rahmat. Xudoyimga omonat. Sizlarga rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Qarindoshlarimiz salom ayting. Va alaykum assalom. Mening ortiq gapim yo'q. Bu qatimqi Konifa Osiyo lo'nqisida qatnashgan azmatlarimizga Sharq Turkiston davlat komandasi a'zolariga, trenerlarga ko'p rahmatimni bildirma. Butun tirishchanlik bilan o'ynab, bizni nihoyat iftixorlantirib, faxrlantirib 2027da Konifa dunyo lo'nqisidagi qatnash salohiyatiga erishdi. Mushlarniki mushundaq musobaqalar qatnashishiga orqada turib yordamni bergan moddiy, ma'naviy har qandaq bir duolarda hatto yordamda bo'lgan bütün qarindoshlarga rahmat aytaman. Alloh rozi bo'lsin. Topgan mollarga barakat bersin. Bundan keyin oldimizda bundan cho'ng natijalarni qo'lga keltirishimizni umid qilaman. Bizni faxrlantirdinglar, suyuntirdinglar. Bu natija kichik natija emas. Bayan davlat komandasining treneri Elshad degandek biz musobaqada yanglish bo'lib turdi. Bugun balkim birinchi bo'lolmay qoldik, lekin o'zimizning ro'yini ko'rsatdik. Hamma hayajonlanib marasga qilsam, nihoyatda xush bo'ldim bu natijadan. Bo'lib bugünkidek mushundaq murakkab bir vaziyatda bizning mushundaq bayroqni ostiga yig'ilib, maydasini kerib, men Uyg'ur, men Sharq Turkistonlik deb maydonga chiqalishi bir cho'ng bir ish bu. Mushu bolalardan, ota-onalardan Alloh rozi bo'lsin, yaxshi tarbiyalabdi, to'yindiq. Mushu hozir bo'libmi Qobil bilan Hobil ayrilyotdi. Sharaf bilan beshini ko'tarib yashayotgan Uyg'urlarimiz bor. Sharafsizlik qilayotganlar yo'q emas. Bu nihoyatda mushundaq keskin bir vaziyatda bular bayroqlarni ko'tarib mushundaq bir sahnaga chiqqani haqiqatan taqdirlashga tegishlik, maqtashga tegishlik ishlar. Ama gapimni qisqa qilay.
bayan deganimdek mushu ishning ro'yobga chiqishida har qandaq yordamini, duosini, pul mollarini ayamagan hamma qarindoshlardan Alloh rozi bo'lsin. Londonda bu bizning azmatlarni kutib olib, bular sohibxonlik qilgan Londondagi qarindoshlar bayan bir ikki restoranning ismini atadi. Atlas Dilara degandek. Bu restoranninki xo'jayinlaridan Alloh rozi bo'lsin. Endi qolgan shaxslarni men bu turib bilmay qoldim. Ishqilib bizning shu qarindoshlarni kutib olib, ashlarga sohibxonlik qilgan hamma qarindoshlardan Alloh rozi bo'lsin. Ko'p rahmat sizlarga. Mening boshqa gapim yo'q. Qirib bugungi naq maydon programmani Uyg'urcha so'zlab tushuntirgan qilganingizga bu bir diasporaga bir yangilik bo'ldi. Musobaqalarni Uyg'urcha so'zlab tushunsak, o'zimiz ona tilda anglasak boshqacha bir hayajon keladi ekan. Buningdan Alloh xohlasa davomli mushtaq Uyg'urlarning ijtimoiy faoliyatlari, har xil siyosiy faoliyatlari hamda cho'ng-cho'ng faoliyatlar naq maydondan taqitimiz. Meni yana bir xo'shallantirgan ishlarning birisi bu bolalar hamda butun dunyo Uyg'urlarga bir oilalashgan bir nimni barliq keltirdi hamda. Dunyoning har qaysidan yig'ilgan 15 Uyg'ur azmatlarimiz Angliyaga berib top tepdi. Mana shu yerdagi nurg'un Uyg'urlardan tunishdi. Shu yerda iliklik deb restoran ochgan qarindoshlarimiz o'zining haqsiz tamoqlari bilan mulozimat qilib, ularningki ko'ngilni ilib, qo'llab, moddiy ma'naviy jihatdan qo'llab, qo'lida bu yani Uyg'urni qo'llaydiganlarning bir namoyandasi. Ya'ni biz bir ish qilamiz desak, her sahadan, her tarafdan qo'llaydigan Uyg'urlar gollaniydi bo'lib qolib qolsa, masalan bu musobaqalar bizmi hahu deb qo'llab qo'limizning kirishi, yordam qilamiz, bilak tilab qolib qolsa, butun dunyo Uyg'urlarga safarbar qilib, iqtisodiyotdan qo'llaydigan, moddiy ma'naviy jihatdan qo'llaydigan ishlar uchun destek bo'lamiz. Buni davomli qo'llab quvvatlash orqali 2027da Uyg'urlarniki bir yerga kelib jam bo'lib, Raurs bir futbol mashq qilgan bir so'rni hozirlash uchun ko'p tirishchanlik ko'rsatmasak bo'lmaydiganligini bu qatim his qildik hamda bu hamda Osiyo qit'asining bir qonifa futbol musobaqasi bo'lgan bilan dunyo xarakterlik bo'ladi hamda har qaysi qit'alardan odamlar yig'ildigan gap bu chaqa Sharq Turkistonni kimligini, Uyg'ur kimligini xalqaroda yana bir qatim ko'tarib chiqqan gap. Hozir bir qarindoshimiz uchun yozibdi. Eng munavvar qopqovul bizning maydonda deydi. Mashqa nima? Qopqovul yani bizim vartaşımız ahırını kürüyetelik emsire bırakla toxtile. Perzimçe bu müsabakadaki qatnaşkan bayırlarını Munavvar Varta, Munavvar Mahir, anadaki en köp topurguçu degandek mükaffatlar bağ oxşaydı. Şahsi türdeki mükafatlar bu elbette. Anadaki medal lonqılar bağ da qıldı. Bizning vartarımız Munavvar Varta şerifiga erişipdi. Munavvar topçu mükafatıga Tamil komandasındaki bir erişkende qıldı. Bu har qanday futbol müsabaqasida bir türlü bu şahslar bo'yicha anadaki kollektiv bo'yicha mukofotlash. Haziramda o sırlar jıhkanda nimada Angliyada. Ular jıh bo'lgandan keyin bir yillar ki musobaqa o'ynab o'zaro bir mashq qildigan ishlar jıh bo'lgandan keyin bularda boshqa sirtdan adam ehtiyoj bo'lmagandan keyin bularning hamda chiqishida ba'zi ortiqchiliklari ilgan. Sapa mühim deydigan gap bor. Sanmo, sapa şu sandan chiqadi emasmi?
Masalan, bizning bu chet eldagi Uyg'urlarning ichidan top o'ynaydigan odam bo'lish kerak. U top o'ynaydigan odamlarni tanlagandan keyin bayroqni ostiga kela oladigan bo'lish kerak. O talanti bor, top o'ynashni yaxshi bildi, u bu degan bilan bayroqni ostiga kelolmasa, yana qimmati yo'q. Uning uchun bizniki qiyinchiligimiz boshqalarga qaraganda biroz cho'ng. Top o'ynash maharati va anandan keyin masalan London yoki boshqa Yevropadagi yerlarga, Amerika, Avstraliyada o'tkazilib qolsa, navoda ashalarga boraliqdek bir sharoiti bo'lish kerak. U iqtisod sharoitlar emasda, albatta, pasport, kimlik sharoitlari bayam deganimdek shundaq bayroq ostiga kela oladigan sharoitlar to'liq bo'lgan odamlarni chiqarmasak, bizda qiyinchilik haqiqatan zo'r. Endi ba'zi qarindoshlar deyish mumkin, bundan yaxshi o'ynaydigan topchilar bor-ku, shularni tanlamadinglarmi deb. Albatta, shundaq topchilar bo'lsa tavsiya qilsanglar, ularni ko'rib beqib tanlaydiganga ternerlar guruhi qaror qilib yaxshi bo'lsa albatta tanlandi. Vatan uchun, millat uchun, bayroq uchun, davlat uchun to'p qo'shma deydigan odamning ish qandig'ini oldin to'smaymiz, qo'llab-quvvatlaymiz. Hammaylar albatta biz qilishga tegishli ishlar deb o'ylayman. Shunda bo'lgan vaqtida bularniki bayam soni jiqga, masalan Londonda yashaydiganlar necha dedi, bayam 1-200 mingning gapini qilyotdi. 1-200 ming odamning ichidan top o'ynaydigan 20-30 odam tanlash menimcha nayt aqlga muvofiq bir gap endi. Ashlarni ichida eng yaxshisini tanlab chiqarman desa, bular tamamen bir kuchli komanda qurib chiqa oladi. Andan keyin bularning ko'pinchisi Londonda bo'lganligi uchun, musobaqaning o'rni London bo'lganligi uchun ularning yig'ilib mashq qilishlari, sharoitlari albatta boshqa komandalarga qaraganda texmi yaxshi, texmi uzoq bo'lgan bo'lishi mumkin. Ham bu faraz endi. Ammo bizning avvalimizni qayt-qayt deb ketdik qiyinchiliklarimizni. Bu qiyinchiliklarni inshaalloh oldimizgi kunlarda hal bo'ldi. Har sabablar bilan xalqimizni tushunib qo'llaydigan tarafdorlarga ko'payyotdi. Bu qiyinchiliklarimiz tugaydi inshaalloh. 2027 yiliga ashta sharoitlarni bir hozirlashga tirishib, muvaqqat musobaqadan Uyg'urlar hayajonlandi. 2027 yiliga cho'qim g'alabalik bir musobaqadan bo'lish uchun kuch chiqaramiz endi. Men birala ushur yazibdi, Uyg'ur futbol komandasida intan faxrlandim. Alloh bizga dunyoda nusrat ato qildi. Inshaalloh bu program ishlagan qatnashgan qarindoshlarim Alloh rozi bo'lsin debdim. Rahmat dedik. Qo'llab qarindoshlardan. Endi shu mukofot taqdigan nima o'xshaydi? Ya'ni birdan oxirgi davomlashtirib o'taylik. Endi bu program bu mangulik saqlanib qoladi endi bu. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter taqlotida bu. Musobaqani sizlik o'lchamimizni qayerdan ko'ra olamiz debdi. Ashu Konifa evatibga inkas shaklda hozir. Mana shu musobaqaningki asli nimasini shu Konifa TV.com'dan ko'ra olasizlar. Biz ham oshlarnikidan quloqda qatqan bo'lganligimiz uchun ba'zi texnikalik masalalar nimasidan toza sifatli chiqmagan bo'lishi mumkin. Shunda bo'lsa bu tunji qatamliq bir taqitishimiz. Shundaqla bizga Uyg'urcha so'zlab Abaka qarindishimiz tushuntirib qiladi. Shunga o'xshash texnikalik masalalarni biz hal qila olmadik. Bu tunjidan bo'lganligi uchun shuni to'g'ri tushunasizlar. Her bir top oynashni yaxshi ko'rgan yoki musobaqa ko'rishni yoqtirgan har qanday qarindoshlarimiz bugungi bu musobaqadan cho'qim huzurlandi, yigitlarimizdan faxrlandi. Balkim ashlarning o'rnida men bo'lgan bo'lsam deb hayajonlanib o'tgan bo'lishi mumkin yoki mening bolam top o'ynaydi, atogin ash komandada o'yintima deydigan orzularni ko'ngilga tutgan bu qarindoshlar bo'lishi mumkin.
bu Şarkı Türkistan Devlet Komandasının darvazası muhaciratdaki hamma Uyg'urlarimiz uchun uchoq o'zingizning yoki balangizning yoki eningizning maharati bor, talanti bor, top o'ynash iqtidori bor, yaxshi o'ynaydigan bo'lsa, biz bilan aloqa qilishing, tavsiya qiling. Eng yaxshisini tanlab, eng kuchli holatda biz bu davlat komandasini qurib, bundan keyingi musobaqalarga eng degandek eng yaxshi holtimizda, eng kuchli holtimizda qatnashishga sharoit hozirlaymiz. Albatta bu shu muhojiratdagi bütün Uyg'ur qarindoshlarninki yardım bilan ro'yobga chiqadi. Men bu endi asta ekrandan tushibday. Bu programmani o'rlashtirgan Abdurahim G'ani qarindoshimizga rahmat. Hammamizdan Alloh rozi bo'lsin. Bu yerda bir qarindishimiz qancha bo'ldi deb yozibdi. Endi bak keyin kirganlar o'xshaydi. Bet qisqacha deyotgan bo'lsangiz. Musobaqaning natijasi muhim emas. Bu qatimqi musobaqada Konifa Osiyo Lonqisda 2-chi bo'ldik. Ashtada qo'ying. Naholda 2-chi bo'ldik. 2027-yilda Dunyo Konifa musobaqasida qo'llandik. Shunaqa bir g'alaba. G'alaba. Qolgan gaplar bo'lsa yana uchrashamiz. Hammanglarga Allohga omonat. Ko'rishamiz bo'linglar. Qapta Abubakr chiqqanman. Yani birden nima qilaylik, hozir oz deb qoldi-chu, mana nimaga. Musobaqani eng oxirgi mana ajonliq minutlar o'zaro komandalarning a'zolari bilan ko'rishib xo'shlashib mukofotni oladigan elib endi musobaqa oxirlashtirdi faoliyatni. Bundan yangi programmalar taqdimimiz boshqa Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmasiga YouTube kanaliga a'zo bo'lib olinglar, taqdim qo'yinglar. O'zaro qo'llashaylik. Mana bular Free Tamil e'lon deydi. Ay Tamil e'lon degan bir davlat vakan nima ekanda, bu Sri Lankadan emiski. Shular birinchi bo'ldi, Sharq Turkiston davlat komandasi ikkinchi bo'ldi. Tibetlar uchinchi bo'ldi. Shunda bo'lganda shu Sri Lanka Tamil e'lon komandasi bilan Sharq Turkiston ulusal komandasi 2027-yillik Konifa Dunyo futbol lo'nqisini talashish musobaqasiga tanlandi.
Well done, boys. There's a Khalifa World Cup in 2027. Obviously, the teams have all qualified for that as well. We're good? Yeah. Yeah, I'm good. As it's off, you have the player of the tournament, but not the result you wanted. So you must have mixed feelings today. Yeah, thank you so much. Getting the reward of best goalkeeper of the tournament is, I'm happy, but not the result I exactly wanted, or for the team actually. Yeah, you've been busy, especially in these 2 games against Tamil Eelam, haven't you? Yeah, it has been a rough 2 games. Getting over 200 minutes on the legs is getting to you right now, so it's hard for me to even stand up right now. It's there's been a lot of pride in this team, hasn't there, throughout today? And you came out with a lot of energy, didn't you? But maybe, like you say, it just caught up with you in the end. A lot of pride. Of course, it's an honor. It's always an honor to represent your country. It's an honor for me to even stand here and talk to you. It's an honor for everyone down there celebrating my team, my family back home, even my friends that helped me, and my friends that we play with each other at the field. So, yeah, it's a big honor. What's the reaction been like back home? Oh, it has been amazing. A lot of support, a lot of love, and just everyone has come around, and just amazing experience. Amazing experience, actually. Really good, really fun. A couple of decisions that maybe didn't go your way today either. Yeah, it didn't, but that's football. It has to go, and the refs also. They're still humans at the end of the day, and it's all love to the refs. They make the decision, and we carry on playing the game. Yeah. Congratulations, and we'll hopefully see you in the future. Thank you so much. See you, man. Thank you. Cheers. Yeah. Chajula, please, would you mind receiving the award on behalf of Ruki and Kagwan? She is the parent for the Asia. Wasn't able to make the tournament, but I know behind the scenes has been doing a lot of work to get this off the ground. Also, please, on behalf of receive this award on behalf of Thank you. Now, the remaining schedule is I'd like to have the 3 presidents deliver their remarks, followed by the Khalifa Asia President's remarks. So, if I just pass the mic on behalf of each of you to give your remarks, that would be very helpful. We just have the 3 presidents deliver the closing remarks, please. Thank you. We'll start with the champions, President. We'd like to thank Tibet and East Pakistan for making the journey over here and we talk together and compete together. So we'd like to thank them first. Thank you. I'd like to thank all the players, all our players for their hard work, for their membership, and they're playing to their best. Thank you guys. I'd like to thank all the fans and everyone who's to watch his game. Thank you guys. And last of all, I'd like to thank all the volunteers who've helped to make this happen. Thank you guys.
Next, we'd like to have a closing remarks with Kamran on the team from East Turkestan. I had to write this down just to remember everything. But ladies and gentlemen, dear friends, it is an immense honor for me to stand here and to be able to speak to all of you and give a speech on behalf of East Turkestan. And first and foremost, I want to give extend our heartfelt thanks to both Tamil Ilam and Khalifa. Not just for organizing this tournament, but for creating a space where identity, culture, and sports come together. You have created a voice for communities that often go unheard. And so for East Turkestan, this is about more than just football. It is a symbol of hope, resilience, and international friendship. And to our fellow teams, Tibet and Tamil Ilam, thank you. Competing alongside you has been a powerful reminder of everything that unites us. The passion for the game, the pride in who we are, and the shared stories of struggle and perseverance. Your sportsmanship, spirit, and solidarity have made this tournament truly meaningful for all of us. Because let's face it, this week has not just been about games and goals. It's about connection, and it's about telling the world that we are here, we matter, and we will continue to stand strong. So lastly, again, to Khalifa, to our competitors, and to everyone who made this possible, thank you from the bottom of our hearts. East Turkestan is very proud to be a part of this journey, and we look forward to many more. Thank you, guys. Thank you very much, Kamran. Right, can I next have the president of Team Tibet, Sanjullah, please to deliver his closing remarks. Tashkidelik, everyone. First of all, I would like to thank Tamil Ilam for hosting the Men's 24 Asia Cup 2025. And I would like to thank personally the persons working behind this, for making this event successful. Shankari, Ragesh, Gopi, and all the volunteers standing behind Tamil Ilam. And I would like to take this opportunity to thank Khalifa as well for letting us host the tournament in London, organized by Tamil Ilam. So I want to send some message all around the world. And it is with great pride and heartful enthusiasm that we reflect on the Men's 24 Asia Cup, a tournament organized by Tamil Ilam under the guidance of Khalifa, which has emerged as the most exhilarating and goal-rich competition in the history of the event. This year's edition has not only showcased exceptional athleticism and teamwork, but also marked a significant milestone in the tournament's evolution, both in terms of performance and the level of excitement it has generated among the fans all around the world. What makes this tournament and even deeper significance is we would like to dedicate Team Tibet's improved performance to our great leader, His Holiness the 14th Dalai Lama. He was also a teacher of peace and compassion, as well as and also for all the Tibetan martyrs and Tibetans living inside Tibet who are suffering under communist regime.
And the teams who are participating in the Konifa Asia Cup, everyone has the same background story. So I would like to say to the world, the teams who participated in this tournament, we are very grateful that we have participated in this tournament, and we have shown the world that our friendship and our culture in a manner that football is one of the most celebrated sports in the world, and we have shown all these things through sports, football. And more than just a celebration of football, this tournament has become a platform for raising awareness about Tibetan cause, Tamil Ilam cause, East Turkestan cause, highlighting our peaceful resistance and spreading a universal message of hope, compassion, and resilience. We are grateful for the solidarity and support of all those who have joined us in this endeavor. And we remain committed to using every opportunity on and off the field to advocate justice, dignity, and human rights. So at the end, truth will prevail, and we just have to keep fighting for our cause. And last, I would like to say, free Tibet, and keep working towards betterment of humanity, keep working towards truth, be compassionate, help each other, and stand behind truth. That's it. Regalo, free Tibet. Thank you. We're just organizing the closing remarks of the Konifa Asia President, which will be delivered here now. As we face the end of the day and the end of a historic championship that has put into concrete action the call to stand up for human rights and freedoms, we can follow our hearts well, knowing we have spoken to the world about our stories, using our football skill, using tools for peace and not weapons of war. No power can silence the hearts of people whose This remarkable confrontation between Uyghurs and security forces. They complained that police had seized their husbands and sons. Under the watching eyes of foreign media, both sides showed restraint, tension, the beginning of a new era in football. This woman, Tersan Guru, looking forward, confronted the paramilitary police, armored personnel carrier, bringing security forces into a temporary retreat. For the ethnic minorities, refugees, indigenous people groups, stateless and sport-isolated nations, and the diaspora communities who long for their nation's freedom. It was a convergence the world had never seen, and it happened in England, the country credited with creating football. The teams of the Konifa Asia Cup London will all go home as heroes. We are the modern day heroes of our nations. We broke the barriers. Our voices resounded throughout the world with our kicks and great matches. We all long to see a better world where peace reigns supreme and people of all nationalities and ethnic roots live in peace and harmony. May Konifa Asia Cup London be that face that has brought the ideals of Konifa into the mainstream veins of world football. Congratulations to the champions, the runners-up, and the third placers of the Konifa Asia Cup London. I, the Konifa Asia President, Rubian Kagawan, now bring the Konifa Asia Cup London to a close. Blaze on, Konifa Asia Football Associations. On behalf of the Konifa Asia President, I ask everyone for a moment of silence for all the Tamils, the Uyghurs, and Tibetans who've laid down their lives for the freedom and sovereignty of the bright future of nations. A moment of silence, please, Bye-bye. Thank you.
Thank you very much. Khalifa A Cup London has made history. Thank you for joining us in this historic moment. Thank you, everybody. Yeah. Sharishan, congratulations. You are champions again of Kanifa Asia. Yes. Yes, thank you. It was my first time for Tamil Elam, and immediately winning the first prize and also the top scorer prize is making me feel very proud. Yeah, you've come off to substitutes bench in each game, but you've still ended up top scorer, so that's pretty impressive. Yeah, this sounds a bit strange, but every minute I got, I wanted to give 100%. That's why I was able to score 3 goals and top scorer of the tournament. It seems very good team spirit amongst you guys as well. Yeah, it's a new team this year. A lot of new players, including myself. But, we have bonding with each other and experienced players helping us a lot. So that's our strength this tournament. That is the reason why we won this tournament. Assalomu alaykum qarindoshlar. Shunaqa musobaqani tugidi, mukofotlar qishnemisimi tugidi, hammamiz ko'rdik naq maydondan. Qarindoshlarimizni qayt qilib boshlabdi. Shuning bir programmamizni mishakchi qilayli. Ko'rib bergan qarindoshlarga ko'p rahmat. Taqib qo'yinglar. Buningga mushtaq har xil Uyg'urlarning faoliyatlari bo'lib qolsa, Uyg'ur munosabatli faoliyatlar bo'lib qolsa, mushtaq naq maydondan taqitimiz. Faoliyatinglar bo'lib qolsa, men bilan aloqa qilishinglar yaxshi shaklda taqib turish uchun xizmat qilamiz. Uyg'ur choyxonasiniki YouTube kanaliga a'zo bo'linglar, videolarini taqib qo'yinglar. Hammanglarga Allohga omonat. Sharq Turkiston ulusal futbol komandasini tashkillagan
İlişat İslam başlığındaki bu komanda a'zolariga hammanglarga rahmat. Bu musobaqada gerçi bitirib qo'ygan bo'lsang Uyg'urlarning ruhini 2027 yilda ise Dünya Konifa futbol musobaqasida qayta namoyon qilib chiqdinglar. Buni ishlarni utuq tilaymiz. Hammanglar Allohga emanet etib taqsim bo'lsin.